Kız yigit xorlangan, ayak asti kılıngan, ezilgen şu halkının kollarını süygün baminin. Her yadım asman felek, dökülgeçke kan selde. Ejderhanın aksidim, vatanımni algın baminin. Azrağın Uygur'nay, vatan kıldım her güçlü gey. Ay yıldız ayrılığım, gökyüzüne pürgün baminin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qeynaşlar hoş geldinglar Arslan Live'ga. 5. yıl qırğınçılık tüpeyli bugün mihmenimiz Habibullah İzci efendimni sahneye taklif qildim. Yaqında inşallah Habibullah İzci efendimning kitibi kök taşlıq arıq chiqadi. Bu münasebet bilan taklif qildim. Yani bazı mushu bu qırğınçılığa, örümçük qırğınçılığa deyilmegen, italmagan, bilinmegen nurgun gaplar barke. Şu sebep tüpeyli taklif qildik. Assalamu alaikum Habibullah efendim, yaxshi turdingizmi? Wa alaykum assalam. Hammalar yaxshi turgansizlar. Aytinglar muborak olsun oldi bilan. Birga bo'lsin. Mush kunlarga kaptu yet hamda mushdan ichinish kunlarda. Aldı bilan biz tema kirishdan burun men shuna boshlamoqchi. Shu örümçek qirg'inchilikdan burun shu zamondagi siyosiy muhit qanday desak bo'ladi, jamiyatga bo'lgan siyosiy ong va yoki masalan o'zgarlik, hurriyatga bo'lgan engi qandaqdi, ya'ni jamiyat qandaqdi? Sizmi o'quvchi edingiz shu chog'larda masalan? Ürümçi qırğınçılığı yüz berişdən burun bu ürümçi qırğınçılığı mundaqla oturğa chiqib qolgan bir vaqa emas. Ürümçi qırğınçılığı yüz berişdən burun ahvallarni so'zlash to'g'ri kelib qolsa, bu Xitoyninki ishkirga Uyg'ur qizlarini, yoshlarni eshinchi emgak kuchi nomida yotkash siyosati bilan munosabatlik. Ameliyat Xitoy bu siyosatni 2000-yillarda boshlab qo'ygan. 2000-yillarda dastlabki qadamda oliy maktab bitgan o'quvchilarni tunji qadamda Bingtuanga yerlashishga, Bingtuanga tushib praktika qilishga, Bingtuanda ishlashga, Bingtuanda yerlashib shu yerda to'y qilib o'ltiroqlik qilishga tavsiya qilgan ashunda bir yig'inlarni ochgan. Tunji qatimliq yig'inni shu Abdum rayonliq atalmış Abdum rayonliq xalq saroyininki nemisida ochdi. U vaqtda İsmail Tilvoldi batdi, ya'ni tunji turkumda 3000 o'quvchini shu Sharqiy Turkistonning janub shimoliga Bingtuanga ashunda taqatgan bular. Uning oqidan andiki mavu dastlabda Yakanda, ondan Aqsuda, Bugurda 3 yerni tutqun qilib, 5-chi emgak kuchini ishkir o'lkalarga yo'tkash, janubdagi 3 rayonni taraqqiy qildirish deydigan bir shiorni ko'tarib chiqdi. Shuni ko'tarib chiqqandan keyin tunji turkumda Yakandan epmangdi. Yakandan epmangan 200-300 qizlar, hammasi qizlarlar. Tunji turkumdagilarga shunda og'ir shart qo'ydiki, birinchisi to'y qilmagan bo'lish kerak, ikkinchisi chiroyli bo'lish kerak, uchinchisi bo'y turqi hammasiniki o'xshash bo'lish kerak, to'rtinchisi hech bo'lmaganda o'rta maktab o'qigan bo'lish kerak degandek shartlarni qo'yib, amaliyotda bu shartlarga tushsimi haq bermaydi qizlarni. Bizda unda bir madaniyat yo'q. Qizlarimizni Xitoyning ishkir o'lkalarga unda avatib qo'ygan takpeshiga. Ama Xitoy hukumati shartni ashta qo'yib turib, xalqning qizlarini majbur qo'rqoq selib, ya'ni avatmisi yerni tortib olish, nuqtaliq nüfus tizimligiga kirgizib qo'yish,
Hatta öylerini üyürüp etiştek tehditler bilen aşındık. Dastlabki turkumda iş göz kızıp alınmağızdı. Bunun akıdan andakin keng kölemde toşuş başlanıp ketdi. Asaslı nokta rayonları Qashqar viloyati, Xotan viloyati, andakin Aqsu viloyati, Korlininki Bugur mushani asos qildi. Aşında bir muhitda xalqninki bu Xitoyninki bu yurgizgan siyosatiga qarata bir xil norozilik, andakin nima deymiz, qizlarni avatmaslik uchun har xil qarshiliklarni ko'rsatadigan, hatto cho'ng kichik voqealar bo'ldi. Masalan, Yakanda bo'ldi, Qashqarda bo'ldi. Maralveşide bo'ldi, aşındaq qizlarni akitimiz deb kirgan vaqtda qarshilik ko'rsatgan voqealar. Onundan boshqa Yakanda 3 oylikniki uyini shu mavu traktorni qilib o'rvatdi bular qarshilik ko'rsatdi deb. Xalqni aşında qo'rqitib, andakin shu ta 2015-yil kelgacha Xitoyninki sonliq ma'lumotida Xinjiang gazetida bo'lsin, şu atalmış Abdum Raylık hükümetinin Tanrıtağ doğrudu bolsun elan qilgan sonliq ma'lumotlarning o'zlan 300 ming qatamdan eşip ketdi yani. Yani adam sani 300 mingdan oshdi. Mushunda bir ahvolda andakin bu xalqning noroziligi chekiga yetgan bir vaqtda bundan boshqa andakin 2000-yildan 2009-yilgacha Sharqiy Turkistondagi mayli Xotanda bo'lsin, Aqsuda bo'lsin, Kuchada bo'lsin, undan boshqa nurg'un cho'ng kichik voqealar bo'ldi. Shunda bir muhit ostida andakin Mavu Shavgandagi voqea kelib chiqdi. Shavgandagi voqea kelib chiqishning oldida qanday bo'ldi desangiz, Nurbakri Wang Lochan bilan Beyjingga bordi. Beyjingga borgan vaqtda Chunxadashoda shu g'arbiy rayonga kelib ishkirda o'qigan ishkirlik oliy maktab o'quvchilarini g'arbiy rayonni taraqqiy qildirish plani qatnashish degan temada bir nutq so'zildi bu. Aşağıda muxbirlarni kutib olish yig'inida so'zlagan nutqida bir Xitoy o'quvchi Nurbakirdan savol so'radi. Masalan, biz Xinjiangga bak bag'imiz bor. Ama u yerga borsak, sizlar Uyg'urlar bizga o'xshamaysizlar, sizlar deganda musulmon, Uyg'ur qizlar cho'chqa go'sht yemaydi, ama biz u yerda o'linamisak qanday qilmaymiz deganda Nurbakir degan ish qo'yib, kelsanki xotirjam bo'lib kelsan, to'y qilamisan, men sen Uyg'ur qizim bilan tanishtirib qo'yma degan. Bu şu vaqtimizda gazetlarga chiqib qattiq g'ulg'ul qo'zg'adi. Ilon To'xta apandim bunun qattiq norozilik bildirdi. Hatta uni qapoq baş bu Abnum rayonidagi rais bo'lishga loyiq odam emas Nurbakri deb uchiq bayonot berdi shu vaqtning o'zida. Shunda bir ahvolda men shu vaqtda hamda o'zimning aholini aytsam, men bir korxonachi. Meniki vatanda shirkatim bordi, zavodlar bordi. Ben mavi üzemdeki kıvatkan kesip tüpeyli, ben Zhejiang'da şu Zhejiang Üniversitesi'ndeki mavilik Cungu Çay Tadqiqat İnstitutu deb bir institut var, tadqiqat merkezi. Ben Asya'ya o'qishga ketgan. Şu vaqtning o'zida men Xanjuddim, Shavgandagi voqea bo'lgan vaqtning o'zida mening xabarim yo'q taxi. Kashf bo'lgan vaqtda bizningki malim meni chaqirdi. Odatda ben her qatam hamda shu Xanjodan Urumchiga qaytgan vaqtda kelishimda masalan Xotanning chilonlari, Qashtashi, ashta narsalarni akab biratdi. Bu Xitoylar amroq hamda undan narsalarga. Chunki men ayada zavod bor, shirkat bor. Arliqda 10 kun, 15 kunda ba'zida oyda bir ish qatam ketib kelib qolgandan keyin dars tashlaydigan ishlar bo'ldi. Anda bo'lgandan keyin munosabatni yaxshi tutamiz deb qildim va unday ishlarni. Undan boshqa Xanjoda Pamir'da bir Uyg'ur oshxonasi bor. Bu bizningki institutmi shu Pamirning orqa tarafidagi ko'chadalamdi 200 metr keldi. Ma'lumlarni pat-pat aşağı chiqib mehmon qilib qo'yatdim. Hamda chunki nima ish qilsangiz kasbiy sababdan men bir o'qigan kasbim choychilik bo'lgandan keyin bizningki o'qituvchilarning hammasi shu kasbiy odamlar bo'lgandan keyin shuningdan keyin bu kashf bo'lgan shu 6-oyning 26-kuni u voqea bo'ldi. 27-kuni atiganda sinfga chiqsam Xitoylar bir narsani deyishib etibdi. Uyg'urlar bir narsa bo'pti, Uyg'urlar Guangdong to'polon ko'tiribdi degandek gaplar bo'lib ketdi.
Şunu olandıkın yenindeki Xitay'dan nimdeyse sen desem şunu olandıkın bu Hangzhou Çaçan'da o Hangzhou çayçılık zavodunun ki baş texniki o dedi andakin keçidin muştaq Guangzhou'da bekçik Uygur'unu ötürüp etipti xabaring bormi deb. Şunu olandıkın bizning malim mening qishimga kelibdi Eyvallah kayfiyatim qandaqroq deb kayfiyatim qanday bo'lmoqchi istedi demchi man qilib tuzim javob bergandikim bu meni qaydab qoldi deb o'ylab sen kechda ishxonamga kir birdan paranglashayli dedi ama qildab kechda kirsam bu bizniki malimniki yo'ldoshi Xanju harbiy rayoniniki qo'mondoni buchu bu xutun manga yo'ldoshim ma videoni manga avatibdiki kechadan Xanjuda bo'lgan nima Guangdongning Shaoguanda bo'lgan voqeaga sen mani ko'rib boq deb meni ko'rgan videolar degan buningdanmi so'zib shu rasm shu zavodning ichidagi kameradan ilingan videoni ko'rdim men. Xitoylar odamlarni o'ttirib bo'lib ustiga axlatlarni akab to'kayotgan hatto ustiga shaqirtib siyayotgan ko'rinishlar bor. Mesela şu ko'rinishlar hozir nerede? Tordan yo'q dedimi vaqti-vaqtida shu joy? Torda yo'q. O ko'rinishlar Xitoyning o'zining ichki qismida bo'lishi mumkin. Ben şu vaqtda malimga ko'chirib beralamsa desam men ko'chirib bergan hamda o jarayon bak uzun jarayon men Urumchi bog'ichi o somkimni meniki bir yordamchi botdi ham zavoddan birga kelgan u bola bir yerda unutib qolib degandek chiqishlar bo'lib ketdi. Masalan shu videoning o'zidan bir bolaniki vaqirayotgani, nola qilayotgani. Men ko'rgan video degan buningdan vahshi Xitoylarning qo'lida kaltak to'qmoqlar emas, hatto palti bor masalan. Zanjirlar bor. Ondan keyin menga haliqi malimniki dapagindimi haliqi bularga ishki yig'in chiqibdi yo'ldoshi shu kuni. Meniki yo'ldoshim dedi kechadan bizga ishki yig'in ochdi deb ondan keyin bu Shaoguanda bo'lgan voqeaga Shaogan shaharlik hukumatni ondan keyin Shaogan shaharlik qurolli soqchi qismini aralashmaslikqa ondan keyin tayyor holatda turishga ama aralashmaslikqa buyruq tushirganki. Yani akşamız başlangan vaqa saat 4gacha davom qildi degan gap. Xitoy hukumati bu yerda o'lgan, yaralanganlarning sonini yo'shadi. İkincisiga bütün xalqaranimi ham shundaqla Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur xalqini aldashga urindi. Mushunda bir vaqtda ondan keyin 5-yil qirg'inchiligi bu sababdan namoyish kelib chiqdi. Masalan 26-yisla bu voqea bo'ldi. 26-yisla bo'lgandan keyin masalan 1-yisla Xanjuda mandaligi kukun ochgan vaqtda mening kukurimga avtomatik laylab chiqqan. Masalan 5-oyning 7-oyning 5-kuni har bir Uyg'urningki majburiyati xalq maydonida yig'ilimiz deydigan shunda bir laylama e'lon bo'ldi. O laylama e'lonlar men sizga avatday hozir. Mana WhatsApp'dan avatdim. Tamam. Bu salkinda diyorim to'g'rida ondan keyin nimada masalan Ilhom To'xtapandimniki Uyg'ur biz to'g'rida Shaogandagi bo'lgan voqealarning taraqqiyotini shu vaqti-vaqtida xabar qilib turdi. Ondan keyin kukuni assaq men hozir sizga avatgan mush laylama e'lonlar chiqatdi. Qachonli kompyuterni shunday ochqa hamon 7-oyning 5-kuni har bir Uyg'urniki mush namoyish qatnashish majburiyati va o'zingizni Uyg'ur hisoblasang namoyish qilgan qatnashing deganda shunda tashviqotlar bordi. 7-oyning 3-kuni kechasi men qaytdim. Qaytgandan keyin 7-oyning 4-kuni hamda oldidagi o'qish sababi bilan bizniki ayat zavod qurilish qilyotdi, shirkatlarning ishlari bor degandek men vaqtida qilolmadim. 7-oyning 5-kuni ondan keyin shu voqeaning ustiga tushdim. Musha e'lon masalan 7-oyninki bir qatim chiqdi, uningdan keyin yo'qolib 7-oyning 3-dan boshlab davomli chiqdi bu. Bu yerda bir savol bor, masalan Xitoyninki shu vaqtning o'zida mayli diyorim to'g'ri bo'lsin, mayli salkin to'g'ri bo'lsin, mayli Ilhom To'xtning Uyg'ur biz to'g'ri bo'lsin, bir inkosni masalan hukumatning siyosatiga qarshi yoki bir voqea qarshi sal mandag'aroq inkos qaytarib qolsak, hemen to'r boshqaruvchilar birdamda o'chirib, hatto inkos yozgan odamgacha ulush bo'ldigan, shu odamni tep bo'ladigan, shunda bir vaqtning o'zida millionlarcha to'r askar bor. Xitoy hukumati nima ish qilib buni cheklayolmaydi. Chunki Xitoy bu namoyishni
to'g'ri, ba'zi odamlar deydi, bu Xitoyning plani deydi, bu Xitoyning plani emas. Bizningki Uyg'ur xalqi Xitoyninki zulmi, pichoq so'ngaki yetkashga portlab chiqdi ko'chaga. Ammo Xitoy hukumati buni o'ziga bir fursatga aylantirdi. Ma ko'rinish masalan 5-yil qirg'inchiligidan keyingi voqea bu. Chunki masjidlarni taqvatdi, odamlarni tutiyverdi, qalaymaqon, shunda bo'lgandan keyin chet ellik muxbirlarni oldim. Mana bu shu xalq maydonida namoyishchilarni dastlabda nurg'unlar masalan Xitoy hukumati e'lon qilgan sonliq ma'lumotda bo'lsin yoki Xitoy hukumatiniki chet el muxbirlik bergan bayonotlarda bo'lsin, shu vaqtning o'zida ikki xil yolg'on gapirdi Xitoy hukumati. Mesela Nurbek'in bayonatında saat 7'de dedi. Van Loçen'inki de saat 5'te dedi. Yenbirsininki de Carullah İslam'ın saat 5'te dedi. Bular farklı dedi. Ameliyat şu desiniz. Şu günü etiyen de saat 9-10'lardan keyin Xalq meydanı bağa vaqtda Xalq meydanının etrafı bütünley saqçılar turib oldu ki. Puhraç deyilgen saqçılar degeni məxsus aşağı degeni Xalq meydanı etrafındaki Beyxodalı deydi, andikin yani bir oteller deydi, Mao Cayupan sen deydi, nurgun şirketler var. Aşının etrafını çürüldürüp bütün saqçı turip oldu ki. Saqçılar, askerler battı, onundan başka şu Xalq meydanı etrafından puhraç kiyip oturduğun, etiyenden keşkiç oturduğun 200'ge yakın Xitay var. Bularının işi məxsus aşağıda nazaret kılış qaran. Bir adam şunda kelgendikiler yupurulup kildi. Burun bu Beycan'da battı, Beycan Tiyananmen'de. Ürümçide mi aşağıda kuvvetken bu güyle. Mesela şu gün etiyendilen bütün Xalq meydanı etrafıga saqçılar, işbiyullar, hatta puhraç giyingen askerler hemiz terilip olgan bular. Ben şu gün etiyenlige 7. ayının 4. günü ben öydü buldum. Bizninki andaki öyünün karşı tarafta yan bir küçük nemimiz batı aşağıda buldum. Andaki 7. ayının 5. günü etiyende bizninki üzerindeki zavut kuruluşun batı, zavutun batı. Bu zavut Nansangga mangan tarafta Sanfango deydi, Tüşüktam yolu joylashgan. Zavutda qurilish qilyapti, men Hangjo'dagi vaqtda. Men zavut qurilishini ko'rib kelma deb 7. ayning 5. kuni atiganda men shofir bilan uydan chiqqan vaqt dediki bizning bolalar. Yakshanba kuni yo'l qatnash qistonchilik bo'lib ketdi. Shaharning ichi bilan mangandan biz Ulanbay tarafı, Qozoq mahallasi tarafı ketaylik dedi. Amaliyotimiz davomli ashunda mangatdik. Chunki nima ish qilsangiz shaharning ichi bilan mansaq shu hayvonotlar bog'chisining orqaga kelib aşağıdan ta Simnus zavodidan o'tkicha yo'llar tıxmaq bo'lib ketdi. Chunki bu yerda to'ptaq Saybab Zarba to'ptaq qitadigan bütün shu bizningki Sharq Turkiston Sayko'kda taqtigan eng chong Saybab Zarba. Onundan başka Simnus zavodi to'ptaq qitish bozori bor. Andikin azroq nariqman Shamochon bor. Bütün andikin kargo şirketlari aşı yo'lga joylashgan. Anda bo'lgandan keyin bak qatnash qistonchilik bo'lib ketadi har qanday vaqtda. Shu sababdan biz har qanday vaqtda zavotimizga mansaq, ish qilmagan vaqtda Qozoq mahallasi taraf bilan mangamiz. Shu kuni aytganligi men uydan chiqib Qozoq mahallasi taraf bilan mangan vaqtda siz bilmamsiz bu yerlarni bormagan bilmayman. Bizniki uydan chiqib odatda bu qabristonlik tarafga mangan vaqtda Ixlosning zavodiga kelmizdi. İxlasdan zavodidan o'tib, qabristonlik taraf bilan ondan keyin biz Ulanbaydagi yuqori sur'atli yo'lga chiqib ketadigan yerda, masalan, Qozoq mahallasiga o'tganda harbiylarniki changdi deb qo'ydi, harbiylarniki mashina haydab mashq qildigan yeri. Aşağı borsam, ishqib bir mingdak shundoq ishqib ko'k kiyim kiygan, kiyimlarda pogon form yo'q, onundan boshqa puxroch kiyim kiygan. Çağ kiyim kiygan, shundoq 1000 ga yaqin odam bor ekan-ku. Men dedim-da, bu ayliq harbiylarning mashq maydoni bo'lgan-ki, bugun bularning mashqi bor ekanda deb o'ylabdimiz biz. Zavodga borguncha ma'lum namoyish qanday bo'lgan mening kallamdan chiqib ketib qolibdi odan, ha. Shuni biz aşağıdan o'tib ketdik, o'tib zavodga yaqin kelib, Sanfango tekshirish punkti deydi, Tüşüktam tekshirish punkti ya'ni. Aşağı kelsak odatda 5-iyul qirg'inchiligidan burun aşağıda bir tekshirish punkti bor, lekin qatnashni tekshiradi.
Hmm. 5. yıl kinimi aşağıda 7-8 sakçı turupdiken, andikin askerler barken 9-20'dek. Lekin eliqi maşinlarni tekşürmepdike bular. Maşina kirip çıkıvataptı. Aşağıdan ütüplop lan voy bu ayada ala turdu, mayad mala turdu. Gendikin ha şoför man dedi aka eliqi namayış elanı bağı kompüterda bugün namayış buvatkan buluşu mümkün dedi. Şuna olan ne dep biz zavut geldi mi keplam deru akım kayttım da qaytaylı biz deru dep. Demek çukum el halk meydanı bekişim kerak dep. Şuna olan qaytıdığanda yana aş yol bilen qaytdık biz. Qaytıp aşağılıkı abay men sizge diyen bir emendek adam ba diye yekege vaqtta o adam sani iş kuşmun baken toqqadı. Andaki ma ihlasdan zavutun arka taraftan Şiringo diye yerden aşağılıkı maşinalı da askerler çıkıp kabristanlıkın karşı tarafga qatov asker maşinasi tizilip optike. Şunun bilan andikin bular tayyorlik qilib yetibdi dedim. Şu uyga kirib andikin bir arlıqda bir yarım saat falan ötdi. Ondan keyin berib ko'rib boqaylik sen deb biz xalq maydoniga borgan vaqtimizda abay men sizga degandek atrofida butunlay saqchilar bor ekan to. Andikin her 100 metrda 200 metrda bir aşında odamlar turibdi askerlar. Ya Uyg'ur yosh bolami u yerda bu yerda turibdi maydonga to'liq yig'ilmabdi. Bu mesela Xitoy hükümeti şu vakit bergan bayonotda dastlab soat 7'de dedi, keyin soat 3'te dedi, keyin soat 5'te dedi. Mesela bizimki mush kitobimda aşcariyalarning hammasi bor. Nurbekirning bayonoti bor, Vanglochanning bayonoti bor, Jarullo Isomiddinning bayonoti bor, Asharlik Liji degan Xitoyning uning bayonoti bor, hammasining bor. Bularning hammasiniki berganda farqli soatlar bor. Amaliyotda namoyishchi desangiz, shu kuni tushdan beri tushlarlar shu yerga bolalar yig'ilib bo'lgan u yerga. Ben sizge evetken bir video var. Aşağı kegellerindeki kızlar mesela nemesi kaltiyen kiyim kiygen aşında kızlar lekin beşi de ahyaklık var. Ben sizge evetken bir video var aşağı karşısınız. Qayta evet. Qayta evette ya. Masalan, mushu dastlabda biz ma'nogan chog'da kitobingizda bo'lmadi dedingiz. Masalan, mushu qizil bayroq ko'tardi, yo. Lekin ayda qarasangiz Yo o yolg'on gap. Shu yolg'on gapga. Mushu ilaqi namoyishdan boshlangan videosini evetdim sizga. Yoshlar xalq maydoniga yig'ilgandan keyin atrofini andikin maydonning cho'risi turgan soqchi askarlar atrofini qo'rshashga boshladi. Dastlabda askarlar yaqin kelmagan. Soqchilar qo'rshidi, alay soqchilar bordi. U yer shaharlik hukumatniki nima Urum shaharlik qo'mondonchiligi Qodir Jujang deydigan hozir turmidi-ku u yer. Andikin Olim Xintir deydigan ashlar bor aşağıda. Ashlar haliqi atrofni qo'rshab, ballarni andikin gusha deb haliqamisini yerga o't tag'izgan. Namoyishchi namoyish qilganlarmi teshidan kelib qitilmoqchi bo'lganni qarindoshlarim qitilmanglar. Qalaymiqonchilik bo'lmasin, biz o'quvchilar o'zimiz tinch shaklda namoyish qilmoqchi deganda. Ya ko'rdingizmi ana ayollarninki qizlarning beshida hammasi oqyoqlik bor aningda. To'g'ri. Hech kimning qo'lida bayroq yo'q. Birinchisi, bu aniq deb qo'ydigan gap 5-yil qirg'inchiligida namoyish boshlangandan tugigacha hech kim qizil bayroq ko'tarmadi. Aniq bo'lish kerak. Birinchisi, ikkinchisi namoyish maydonida bo'lsin, namoyishninki mushu namoyishchilar qo'shini Shinxonaludin Mong'ollar, Shinxonaludin hayvonotlar bog'chasining qishig'icha kelib, oqib qaytdi. U yo'lda ikki tarafdan to'sqan bilan yo'lning ichidagini to'samadi. Chunki nima qilsin maydondan chiqqandan keyin bu namoyishchilar qo'shini tadrijiy ovib ketdi. Chunki yakshanba kuni bu atrofda Shovshimir bor, Dashizi bor, Jongshan bor, nurg'un pipa bor aşağıda to'xtaqtish joylari. Aşağı kelgan bozorchi Uyg'urlar, yoshlar hammalar qo'shilib ketdi jiqadamda. Anda bo'lgandan keyin bu Xitoyni kontrol qilolmag'isiz bo'lib ketdi. Andikin ikkinchisi bo'lsangiz yana bir qismlarini namoyishchilar qitilib Xitoy hukumatinin mesela askerler, soqchilar kaltaklab sürüp degandek andikin Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonga. Namen Atbaziri, Buloqbeshi, Do'nko'rik mushtarak mangan yo'lga ya'ni g'olibiyat yo'lga azodlik yo'li degan yo'lga ash tarafga qo'ydidi ya'ni. Chunki nimishqa
Çoğun namayişçilar kuşunu A taraf bilen aş halk meydanından çıkıp Uddul Jongshan'ga Jongshan'dan andikin Mao Çinğanalığa ama canım ma tarafki mağdı. O tarafniki yolninki mesela Mao Nemen sen çıkansa ma taraf çıkıdığ yol eğizlerinin hemini itivetken qarang. Namayişçilar A yolda. Yaşlar. Andikin ma taraftikilerini bir kısmını andikin Mao sen çıkansa taraf sürükleş arkalı. Bular qanday qildi desangiz ot bozoriga kelganda u vaqtda men ishxonaga chiqib bo'lgan adam meni ishxonam Bavxondasaning 10-chi qavatida. Ay 10-chi qavatdan ishxonadan ashaliq Namin tarafni ko'gil bo'ldi odam ha. Ishxonam chatdi. Ashada shu odamlarni ash nimaga akilib Bavxon saroyiga yaqin Yaxun saroyi deganninki oldiga ot bozoriga kirib ketgan do'qmishqa kelib ashadan oldin to'sibdi. Ashada andikin Yaşlı aşağıdan büsüp ötüp bir qıl Nikolay Mıqancılık bolğandan aldidagi şu askarlar andikin aşağıda qat urup nim qilishga boshlagandan atrofdagi xalq istixiylik oldi qatilib ketdi. Yana bir eskartib qo'ydigan narsa mayli xalq maydonida bo'lsin, mayli Shinxo janubiy yo'lda bo'lsin, mayli shu Yaxun saroyining oldiga kelib to'silib qolg'ichi bo'lsin, bu jarayonda hech qanday bir Uyg'ur ya yo'l bo'yidagi Dukallarını ya ki Xitaylarını urmadı, çakmadı ben sizge de. Bu qanday başlandı desiniz. Hem de abi beşiğe qaysak, ben zavutun qaytib kelishimde nemini gördünüz? Zavutun ben şöyle etigende xalq meydanına kilip bulup yenimdeki ballardan ensirab qaldım. Çünkü nima ish qilsangiz hem de ata-onasi janubda ishlayotgan ballar bo'lgandan Çuqum ulan sağ salamet uyga apırıp etiş mening vazifam adam ben. Şunu oltursam o gün bana bir telefon kep kaldı. Telefonda o vaqt işlaydi etiqi. Telefonda mavu Abdunum rayonluq sübət tekşürüş deydigan bir idare var. Aşağıdan andikin biri telefon qilib bir Uyg'ur. Bular shanba kuni Ulanbaydagi Qaryag'ashliq chiqib ketibdi o'ynag'ili. Biz mushada turib mashinamizni haydab bizni akirib qo'ysang deb bular hamda nima deymiz bularni ichida qatnoq soqchisi bor hammasi ashaliq abnum rayonliq suhbat tekshirishda bozor boshqarish boj idorasi deydigandak yerda ishlaydiganlar bular bularning xuyi ichida qarang hamda man bir korxonachi zavodim bor shirkatim bor man bularga ba'zi jihatdan muhtoj chunki bular kelib davomli tekshiraydi kontrol qildi ana bo'lgandan ularning talabini yoqtab jirolmayman shuni ulardan buldan davos deb mashinani biz o'zimning mashinasini andan biz mashina oldiga bir tasviy issiqlikda oqida jaynamaz batdi mashinani anju o'ltiroq rayoni deymiz Muhammad Salih Damolajimning uy joylashgan yoshlar bog'chisiniki oldi tarafdagi qo'roni oldiga aşağı to'xtatib qo'yib va mashina to'xtatishimiz bilan Ak tarafı reisler korosu, Cuşiler korosu deydi Örümçi'de. Aş koçiden andikin 5-6 harbiy maşini güyküreple düştü. Düşüplam aş yaşlar bağışısının aldığı yolunu toğrul etti adam. İtip şehirden kaçıp çıkıvatıdı. Kirgenler kırvatıdı. O vakitte askerler işlemin tosmidi. Fakatlam yolunu tostu katnaşını adam. Aş vaqtda biz mashinani aşağı to'xtatib qo'yib, andikin yana bir mashinada biz uning yanında ham Bianjang Bingan deydi va Chegrayo mehmon saroyi degan. Aşağıda andikin bir qizil taksini to'sib, bizni Qaryag'ashliqqa olib qo'yamsiz desak, shuni ulandikin bu odam tashda ma'qul dedi deb shaharning ichini ma'qullaydi ular. Men shu Kazak Mahallesi tarafıyla aparaydı. Buldu bugün 3. qatim menişim dedim de. Şunu olan yana abay qiyadın öttük ko biz 3 adam turib dikadiga yerdan. O vaqt kelganda İxlasning zavodini oqidagi Şiringedan chiqqan mashinalar shahar ichi guykirab kirkitib bo'libdi. Mashinalarning oyiqi kavatadi adam. Ammo harbiylarning mashq maydonidagi 2-3 ming soqchi, puxroch kiyingan ular yo'qdi u yerda adam ha. Hem de uyada ko'rgan puxroch kiyingan odamlarning hammasining choch pasoni bir xil, bo'y aloyidligi shunda sog'lom, chabdas qadam oldi bular. Ijroqda qarsangiz bilsangiz ularning askar ekanligini deganlar. Ammo kiyimi puxrocha, shuni ularnikin ularmi yo'qdi u yerda. Shuni biz Qaryag'ashliqqa bordik, berib qilsak, biz kelgacha u abay men degan odamlarga telefon kelib qopti adam.
idoralardan telefon kelib sizlarni da qaytib kelinglar deb hammasiga uqtirish kelgandan keyin bular biz borsak, men yana bir bola bo'lib bordim u yerga borsak, u yerda bir qatnashchilar bor ekan, dediki, ukalarim hozir idoradan telefon keldi, shaharni shunda qalaymiqanmi deganda, shuni namoyish bo'lyotdi. Azroq qalaymiqanchilik bor, mushta namoyish bo'lyotdi, hammaga askarlar to'shib ketdi. Deb aytdim, shundan keyin sizlar bizni kelib qo'yg'il kelgandinglar. Bizni deb kelgan yaxshi ko'ngillar rahmat. Hech bo'lmasa biz qatnashchilar sizlarni biz olib qo'yaylik. Bizni deb keldinglar, sizlarning bexatarliginglar bizga omonat dedi. Shuning bilan qaytishda andikin Ulanbaydan Uddul Mashinjan universitetiga kirkatgan yo'l bilan yo'l bilan manduqdan biz. Mashinni hali odam o'zi haydab mandi. Aşağıdan su üstü bağçısı bilen bu Şinxanalığa, Şinxa Janubiy yo'lga qarıldıgan doqmuş aşı tötkoç egizig kelgan vaqtda Mashinjan universitetidan kelgan yerda andikin 3-4 qatnashchilar bor ekan to'qliki u yerda askar yo'qdi u vaqtda. Shahar ichidan kiryapti, chiqyapti. Odamlar oyada normaldi hayotda. Şundan keyin biz u yerdan andikin bu odam nim tarafga haydab mandi. Bizni shu uyga olib qo'ymoqchi bo'lib. Atbeygi maydoniga kelganimdimi? Atbeygi maydonida kashlik bozor bo'ldi odatda. O kashlik bozor bo'ldigan yerning o'zidimi? Texaliqi hotel Atbeygi maydonidagi hotelliklar jiqaroq joylashgan ko'cha. O ko'chada kebabchilar, yaymachilar hammasi chiqib bozor qilib tayyor bo'lib turibdi adam. Biz şunun bilan andikin şu Atbeygi maydonining oldiga kelgan vaqtda Tongtong avtomobil shirkati deydigan bir avtomobil shirkati bor. Shu kuni vaqada butunlay kuyib ketdi. U yerda bir yuzga yaqin mashina ko'ydiryapti-ku. Ashning oldiga biz meni ko'mabdimi? Uni matarafda mashina haydag'an qatnashchilar dediki, "Ala qara ukam, ala Uyg'ur emas ala" dedi. Qarsak bir maşindan 7-8 adam tushdi. Bu tushganlar men harbiylarning mashq maydonida ko'rdim deganlar odamlar shu ashxil qiyofatdagi adam. Maşindan yo'g'on bir narsa ko'plama yo'lning bo'yiga Tongtongning oldiga tashlarni yuribdi adam. Xish tash degandek narsalarni. Andikin aynan mandaq bir tungni tashlayapti danga tung turatdi. Endi u yerda biz u vaqtda dedik-da, deb nima deymiz, men kichigimdan hamda musho'la siyosiyning ichida cho'ng'o'g'a odam vatanda. O'tir maktabda biz Tanuri deb gezi chiqargan, Shinjon universitetidagi vaqtda gezi chiqargan degandek chiqishlarimiz bor bizning hamda. Mening qiziqadigan ishim o'zimni beg'ishlagan yo'lmi shu. Mening bundan boshqa xo'shallik topadigan bir narsam yo'q. Gapni ochiq deyman. O'zimni vatan millat deb shu yo'lga atagan bir odam adam. Apam rahmatlikmi 8 bolamning bir faqat men seni mush yo'lga atagan degan. Aşağıda şundan keyin dedimki, bular qalaymiqanchilik aylandi o'g'ilyotidu dedim. Andan keyin mashinadan tushgan odamlar qanday qildi desangiz, bir narsa bilan yuzini bog'ladi danga maskaga o'xshash. Yüzünü bağlapla mana matarpini Atbeygi maydonidagi bozor bo'layotgan ko'chani oldiga kelib deganda andikin Uyg'ur bo'lsang chiqa, turishomsa Urumchining ichida hamma qaynab ketdi. Uyg'ur bo'lsang chiqa deb aşağıda andikin ashlab voqa deyadi. Vaqagandikin Atbeygi maydonidagi namoyishlar andikin shundan keyin boshlandi. O vaqtda biz dedikki, mashina ikitayli deb, chunki nima ish qilsangiz hamda bir qalaymiqanchilik bo'lib qolsa, bakayliqi ne qilmasin deb endi Balxing dasani oldi to'xtatib qo'ygan 5 mashina bordi. Shuni ulandan keyin Anju o'ltiroq rayoni oldi to'xtatib qo'ygan bir mashina bordi. Akitayli deb Beliq Matchik rayon mehmonxonasiga oldiga kelsak, u yerda bir avtobus ko'krab kuyib yetibdi. Shuni ulandan keyin dedikki, bo'ldi mashinani qo'yib qolsin deb berib baqayli oldi bilan deb basak mashinani ochiq qilibmi adam. Uni oldiga mundaq harbiy mashinani to'xtatib qo'yibdi harbiy mashinani. Uzoqdan harbiylar biz qarda shundan keyin bo'ldi endi boshqa yo'l bilan qilaylik deb men andan keyin u qariyag'achlik bilib olgan bolani qaytirib o'tdi. Qaytirib o'tib shundan keyin undan keyin men yana andan keyin Balxin saroyi tarafga qarab ketdim adam. U yerdan o orliqdagi jarayon biroz murakkab. Chunki nima ish qilsangiz, meni Urumchi tunimaydigan odam yo'q.
birisi şehirlik televizyon istansiyasida tamir salisi deydigan bir program var. Bu programda her haftada bir qatam çay medeniyeti, Uygurlarning çay kültürü deganlarni tunishtirib, har xil çaylarni demlab chiqatdi. Hı hı. Jiq odamlar ko'chib ko'rsa, eliq televizor çay demlaydigan odam deydi endi. Hı. Taniydiganlar jiq. Ikkinchisi, nima deymiz, zavod, shirkat, tijorat deb endi masalan mushu Tangirtog' rayonidagi hamma idora jamiyatning soqchixona asosan taniydiganlar jiqdan. Hı. Üçüncüsü hamda mening burun siyosiy sabab bilan tutilgan nurg'un narsalarni kashmishim bo'lgandan keyin men muhtoj ashta asamni odamlar bilan yaxshi kontakt qurib o'zimga bir qo'g'dash kunlikka nima qilishga odam gapni ochiq desak bo'ldi. Hı hı. Buni hammasi pul bo'lgan ishlar. Shirkat qurdim, pul topdim degan bilan betarafdan o'zimizning bexatarlik uchun ashunda dasmiy salatdoq buni gapni ochiq odam. Aşağı Nemike'ye vaqtda andan keyin bizning bir tanishimiz uchrab qoldi. U Abdunum rayonluq intizom tekshirish komitetidagi Tangirtog' rayonluq nimasi ishlaydi. Mana ko'mabdim qarsam, "Ebi bol" deb vaqtda qarsam shu nima ish qilyapsa bu yerda deb shuni olgandan keyin sen nega varding deydi, ishxonaga mashina qolgan, ashuni ekvolay degan temsam, sen mashinaning dadidimi hozir janingning dadiga tushmamsa deb g'udrab yurib ve apırıp koyay seni de Balkan Sarayı'na apırıp koymak için ma tarafı sen şahıs tarafı mangul olmaydı o vakitte. Ma o xıpın allo deyimiz Canubi Tinçlik böyle. O tarafı mangul olmaydı. Şunu olan dedi ki ma o Taşkay'dan yol tarafı kilip ma o Tunxan Sıçan dep koydu. Ma o Taşkay'dan soğudu bazarı edigen. Aşağıdaki ma o Yöcüngay tarafından düşüp lan manda hep düşüp koyasın digen. Uyadın kirem mi dokkadan? Kirembe şuna olan o şinfulu baxt yolu mağdığan eli kesişke yola kızbasak aşağıdan askerler toslap durup. Hem de adamın maşinista ya sakçının uçtuk bir adam ha. Hı. Anda olgan dekin okuy tutlanmağın diye şuna olan dekin bu nemindeki uya kelgendik o eli baxt yolundaki uya kelgendikin aşağıdan aylanıp lan andikin manda nemindeki bakında sana aldığa ekep koydu adam. Yo'lni xalq maydoniga mangan tarafni butunlay itib olibdikan. Hamda u yerda mau namin Gojizidi deb bir cho'ng o'ltiroq rayoni bor. Ashdan yon tarafidan ozroq ya u chiqqan to'q vaqtda uni oldida qurilish qilayotgan ashunda bir yer bor. Hı. Asha kirdik. Cherkovning oldidan ashunda bir yerdan chiqib akab qo'ydi. Ishxona oldida akab qo'yib chiqmojimi dedi. Shu vaqtda men ishxonada chiqib qarg'a vaqtda avay deganim shu namoyishchilar deb shaharning ichidaganni qalaymiqanchilik zaten bo'ptiki u vaqtning o'zida hamda urib chiqish degandek undan nimalar ondan keyin u yerda shuni ketayamdi deb u mashinam akat qilolmagandan keyin deb qilib aya kelib bizniki yana bir do'stimiz o beni ayadan andaki mavu nimigiçe ekeldi. Dedim ben uçuklam dedim ben bugün muş jaryanni to'liq ko'gim bor. Hı. Çünkü qalsangiz biz hamda ben rahmetli Nizamiddin Hüseyin Efendimden qashi tug'an. Hı. Biz vatanda shu 94-yillardan boshlab vatanda bo'lgan ashunda voqealarni kelib chiqishi natijasiga ashtalarni xotir qoldiratdik. Ondan boshqa Shinjon gazeti, Urumchi Kashlik gazeti, Ishlar vaqt gazeti, Osiyo kindik gazeti degandek gazetlardagi Uyg'urlarga munosabatlik ashunda uchurlarni kesib rad jig'atdik radlaydik. Şu sebepten ben körüme aşında beni o yada aylandığın mu hem de ma jaryanni qisqartyapti hazır. Belki ben suallar çıkarken miyada bir sualım batdı. Ben muşu tarihlarda her yıl degandek biz bu nurg'un faoliyatlarni qilamiz. Madoram muşu meyli 5 yıl bo'lsin, meyli muşu Shogun qirg'inchiligi bo'lsin. O'z oldimga bir nim deymiz neyimiz research qilib bilgi to'plab qilanish chiqib qarasangiz son sifirlar o'xshamaydigan Xitoy hukumati Xitoy rejimi bijimidaydi to'rlarda boshqa birimi davatgan Urumchidagilar boshqa davatadi bu son jihatdan hamda masalan boshda shu Shogundan kelsak
Sani, sizning pardingiz bo'yicha u naq maydonda qancha kishi o'ldi? Qancha kishi shahid bo'ldi? Şavgan vakası kelsak, Şavgan vakasida mushu taqalgan video, mening ko'rgan video, andiki mushlarning o'zidan qisingizmi taxminan 17-18 atrofida bor. Adam. Bu birinchisi. Shu vaqtda masalan Bularning ismlari aniq bilamdiq bularning ismini yoki bo'lmasa. yo'q, Şavgandagilarniki faqat ikkilarning ismini oshkorladi, qolganlarni hatto hamda bu Qashqar tarafda Bulubun To'qqizaqda ya'ni uyni tortib olamiz deb tahdid solsa hech kim ovozini chiqarolmaydi. Chunki nima ish qilsangiz, men o'zim shohid bo'lgan bir narsani deb bersam, 7-oyninki 5-dan keyin ashaliqi turmaga kirib ketib, o'lgan odamdan birini qanday qildi desangiz, o'lgan odamlarning hammasini, masalan, meniki yaqin qo'shnim, uyimning ostida o'tirgan qo'shnim, İxlasning zavod tarafdagi Gulsoy qabristonligi degan oshni boshquradigan odamning inisi adam. Aş adam nima dedi desangiz, hatto shu ba'zi ashundayliqi o'lgan o'liklarni ota-onasi o'z akaganlarni uchun masalan qanday qildiysiz, soqchining nimasida hatto namozini tushirmay ko'mdirganlar va qarab. Bu yerda bo'lgandan keyin bu Xitoylar sansipurlarni qanday desa unday deydi. Andaki birinchisi Şavganda o'lganlarning soni hamda meningki ko'rgan video, hatto torlar taqilib tushgan videolardagi narsalarni cho'ngaytib ko'rib sonasangizmi 17-18 chiqadi. Birinchisi. İkincisi Xitoyninki o'ziniki oshkorlagan 5-iyul qirg'inchiligidagi sansipur desangiz 200 necha dedi, tutilgan odamlar 800 necha dedi. Hatto Xitoylar deb dedi-ku ulardir. Texjiqini Xitoy dedi. Amaliyotda bu qip-qizil yolg'on adam. Chunki nima ish qildisingiz? 7-oyning 5-kuni soat 1dan boshlab, ba'zi yerda 1dan boshlab o'q ovoz chiqishga boshladi-ku. Hozir uni nurg'un xalq yo unda emas deydi, anlig'ini deydi. Amaliyot uchun shu kuni atdiganda boshlanib bo'lgan chiqishlar degan adam. Ay oq ko'chalarga degan odamlarni quyib, nadan kim chiqyotdi? Maxsus apparat tutgan yosh Xitoylar bor ko'chalarning ichida. Kamera yo'q, iliqi ko'r nuqta deydi-ku, shunday yerda saqlam apparat tutgan Xitoylar bor. Ondan keyin yana bir sevichi desangiz, 7-oyning 5-kuni shu kuni shu tushdan keyin yangragan o'q ovozi ertasi soat 3gacha shunda aniq gom yangradi. Hatta saat 7-8 gacha bordi. 7-oyning 6-kuni bo'lsin, 7-oyning 6-kuni uy bosqinda masalan bu Davan tarafda hatto qarshilik ko'rsatib o'lib ketganlar bor. Saqchilarning oldiga gaz to'ngini etib harbiylarning oldiga. Ashlar tutilib ketishni xohlamadi, ashlarning o'qil bigina o'lib ketishni xohlamadi. Ish bo'lmasa, kuchi yetmasa, yuzini bo'z tatlib oladigan bir gap bor-ku. Rahmatli Xotandagi Ablet Mahsum hacimning shunday bir gapi bor. Adam. Mana buni yaqin shogirdidan birisi degan, sen dushmaningga kuching yetsa urushamasang tilla, tillayolmasang tukat, tukurolmasang chakchib qara, ish bo'lmasa berib tatlib ol degan gapi bor ekan. 7-oyning 6-kuni bizning qarindoshlarimiz oshni qildi, uy bosqinda ish bo'lmasa kirib qarshilik ko'rsatganlar va gaz to'ngini etib adam. Mushtamamiz Nishovar tarafda, Davan tarafda bo'lgan voqealar. Mush ko'rgan video var o 7-oyning 6-kuni Davan, Nishovar ash tarafda bo'lgan voqealar, mushlarning hammasi. Xitoylar bostirib kelayotganlar, mushlar soqchi 7-oyning 6-kuni men sizga desam, Xitoy hukumati soqchisi askari Xitoy xalqi bilan qirg'inchilik qilib qoldi. Kitobda bor. Mesela şu 7-oyning 5-kundan keyin, 7-oyning 6-kundan keyin, hatto 7-oyning 7-kuni 8-kundan keyin mishlar mesela Urumchi shaharininki şu Sayvoq rayoni, Suymigo, onundan boshqa nima Nazgo bekatning oq taraf aşağı degani Avrazdan chiqqan odamlar 180 ga yaqin odam chiqqan tursa, Avraz quduqidan o'tirib Xitoylar tashlab o'tganlar. Umumiy sansipir mesela
kitapta tafsil jarayoni bor. Mau Tangritog Hmm. rayonluq hukumatdiki, uningdan boshqa mau shaharlik Ko'nganjo'diki ba'zi iliqi men og'a uchurlarda uchirsangiz 7 oyninki 7 kundagi shu ko'chadan Xitoylar o'tirayotgan odamlarning soni 7-800 necha chiqdi qarang. Hmm. Bular sansı bir özlü bor. Bularni oshkorlamaydi. Chunki nimishqa desangiz odamlarni o'tirganini o'tirib qilib, hatto oilasiga tahdid qilib ketkizyotgan. Besim qilib yurtiga ketkizyotgan qarang. Hatto 7 oyning men sizga desam 7 oyning 5-kuni yarda bo'lganlarni ovozingni chiqarmasang seni maoshli qilib, mayli pensiyaga chiqarib qo'yamiz deb ashunda qilganlar bor. 7 oyning 5-kuni yarda bo'lib hech qanday voqeaga aralashmagan yoki bo'lmasa askarlar uyi kirib qalaymagan tutqun qilishni aytayotgan odamlar bor-ku. Hmm. Ashlar keyin arz qilgandan keyin ashlarni maoshga bog'lab qo'yib besiq turamiz deganlar bor. Ashlanda rasvo bo'lib ketib, hatto 7 oyning 7-kuni Xitoy urib o'tirayotgan odamlarning uydagiligin qanday qildi desangiz, to'lam ololmaysa, to'lam olmoqchi bo'lsang 7 oyning 5-kuni namoyishchilar o'tiryapti deb maqog'az qo'l qo'y deb qo'l qo'yganlar bor qarang. 7 oyning 5-kuniga munosabatlik umumiy Uyg'urlardan shehid ketganlarning soni 3000dan oshdi Arslan. Tutilganlarning soni chu desangiz, Abnum rayonlik o'tir sotning bosh kotibi bor, Chen Yuguang deydigan. Hmm. Bu 2000 avay men 5-da ishkirga nimani yo'tkashni xato debdimi? 2015 300 ming deb. 2009ga islam 300 ming bo'lib qopti kejimi? Ashni rayonlik gapirib almashib ketib qoptimi? 2014-yili biz mau qarindoshlar Saxovat fondi deb fondni qurgan vaqtimizda, dastlabki ishini boshlagan vaqtimizda mau Shinjong universitetining ichida rahmatlik musholik kimlar bor? Mir Sultan efendim, Azat Sultan bor, onundan boshqa andikin mau Toshpo'latgan bor, andikin mau atalmış Abnum rayonlik ayollar birlashmasining burunqi raisi bo'lgan ayol bor. Birdan da ismini unutib qoldim. Andikin shu vaqtdagi raisi bor degandek bu yerda bir yig'in ochdi. Hamda shu vaqtda mau ishkirga aldab akitilgan sargardon bolalarni qutqizish deb 2010-yillarning oldikayında shunda bir proje ishlar bo'lgan edi. Balkim siz nemildi ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Shu vaqtimizda ham ba'zi yerda men sponsor bo'lgan shirkatdan ba'zi odamlarga bolalarga qilib qilishda vaqtimi o'zim qilib qilmagan oshkora bevosita qitilmagan ba'zi faoliyatlarga sponsor bo'lgan yerim bor. Shuni olanda ekan bu shu nimaga 2014-yili Shinjong universitetining ichida yig'i ochgan vaqtda elga manfaat yetkazgan korxonachi deb atay meni u yerga taklif qildi. Baga vaqt u yerda Abnum rayonlik hukumatninki boshidagi muavin rais Mijit Nasir Mambid Lavani taqdim qildi. U yerda andikin Chen Yuguang degan Xitoy nima dedi desangiz, aşağıda nutq so'zildi qarang. So'zlagan nutqida bir nima dedi desangiz, biz o'lka yangi ozod bo'lganda deydi. Men Xitoyning gapini o'z peti deb beray. Aqinni anglag'uvchilar o'zi tushunib olsin. Tushunamasa men izohlab beray. Bu Xitoy deydiki, biz o'lka yangi ozod bo'lganda Uyg'urlardan o'qimishliq odamlar oz bo'lganligi uchun Xinjiangning muqimligini ko'zda tutib, bir qism shu Mas'ud, İsa, uningdan boshqa G'o'ljidagi Sovet tarafdorlarining ta'sirini olgan bir qism odamlarga ma'rif sohasini, nashriyat sohasini, san'at sohasini rohat tashlab bergan to'q. Bundan keyin unda bo'lmaydi. Pat yaqinda ajoyib bir tozalaymiz-ki, ma'rif sohasidan bo'lsin, nashriyat sohasidan bo'lsin, bularni supurib tashlaymiz. Chunki 2009-yili 7-oyning 5-kuni bo'lgan voqea mushlarning zararlik ideyasidan kelib chiqqan. 89lik o'quvchilar namoyish bo'lsin, Urumchidagi. Ya'ni Madulqon Aysa apandim dedi hamda. Chetlardagi shu Dunyo Uyg'ur qurultayining ashlarning qilgan dastlabki 89dagi namoyishlar bo'lsin, mushlarning tashkillovchilarning hammasi ashlarning zararlik ideyasiga uchirganlar. Biz bundan keyin bularni eg'ir tozalaymiz deb kelib u yerda nima dedi desangiz, 2009-yili Urumchi namoyishida deydi Xitoy. Urumchi voqeasi bo'lganda deydi, Xitoyning gapini o'zayin deyman. Urumchi voqeasi bo'lganda
Abdunum rayonunun Janub Şimal'dan 50 mingga yaqin gumandor tutildi deydi adam. Tutulgan gumandor 50 mingga yaqin, hatta onundan aşıdı dedi andikine. 2009'daki 5. yıl qirg'inchiligidan chegaradan chiqib ketgan Uyg'urlarning soni 30 mingdan oshdi dedi. Xitoyning Abdumraylik yuqori sudning bosh kotibining deyotgan gapi bu. Oshdi deb andikin 2012 yildan 2014 yilgacha 400 mingga yaqin odam tutildi deydi. Gumondor tutildi deb aqqa andikin biz növbetdeki vaziyatni ko'zda tutib, Abdum rayonininki mushu janub shimoldagi qamoqxonada tezletib bir taraf qilishni yo'lga qo'ydik deb kelib mush ishkirga akatgan bolalarninki qanday qilganligi, bularga qanday endi u yerda o'zini yaxshi ko'rsatishga qildi-da Xitoy. Kelib chunki nima ish qilsangiz dastlabda bak yaxshi boshlangan bu ish. Endi uning ovoz chiqarganlar, u ishqatilganlar jiq-jiq, u faoliyat qatnashganlar, hatto Amerikadan bog'u ash faoliyatni aktiv qatnashchilardan birisi. Bular uni oxiriga kelib Xitoyniki mez chiqib ketdi u yerda. Chunki nima ish qilsangiz ishkirga aldab akitilgan bolalardan janubga ota-onasi qaytarolmagan, hatto kichik 3 yosh 4 yoshida ep qochib ketib, ota-onasining kimligini, o'zining kimligini uqmaydigan bolalar bor ekan. Bularni akilib ISO balla kenti degan yerga olib borgan. Bu yerga olib bergan bolalarni Xitoy andan yana Xitoylarga beqog'il bir vetidiga ishkirgan adam. Oxirgi kelib bu narsa cho'g'ilib chiqqandan keyin andan keyin bu hech qanday xalq ichidagi bundaq ommaviy nimalarniki fidoyilarning bunday aralashishi bo'lmaydi deb oxirgi kelib uni to'xtatdi. Shu biz saqlab ketib qoldik. Xitoyniki nimasini anlatmadim. Xitoy aşağıda aşın dedi. Mesela aşının gipini epeysinz, abay siz sordunuz o qanchalik adam tutqun qilindi, qanchalik adam o'ldi de. 7. ayninki 5-yilki vaqadan ta 2016 yilgacha mayli Abdum rayonlik hukumat bo'lsin, Tangirtaq rayonlik hukumat bo'lsin, Sayvoq rayonlik hukumat bo'lsin, hatto Ko'njo'tang, Davan, Paytso degandek nurg'u yerlarda nurg'u odamlar bilan munosabat qilishga to'g'ri keldi, tanishdim. Bularga pul beramiz, talablari bor. Masalan, niyat bayram kelganda toza shu so'g'u salomni esil opiramiz. Munosabatlarim jiq qadan gap ochiqda. Men u vatanda basong taqsida ko'tarib yuruydiq. Chunki nima ish qilsangiz abay dedim-ku, men o'zim qo'g'dashga muhtoj deb. Chunki men turmaga kirib chiqadim. Qachon nadan kelib meni akitishni uqmayman. Üzem kündüz undaq bir danlıq karxançı, çoğun ticaret çoğunun bile akşamısı meni qaçan akite edip ben sapada yetip üzemni akitişini saklaymaya qaran. Çünkü ben bunun kirip çıqqan, yerim keçide kiyimsiz, iştansız aketken yerler var. Anda oğan dikin akşamısı pideylerini çıkarıp, terbiye kiyimlerini kiyip sapada yattım. Ben çeteye çık geçti burun, iş kişiliğinin içinde edem. Qaçan kelişini okumayım edep. Şu münasebet qilgan odamlar hammasi ayadin aşında chiqdi bu uçurlar mana. Men unda uçur manbasi bak chiqdi. Ashlarning hammasini birlashtirsangiz 5. yil qirg'inchiligida umumiy shahid ketganlarning soni 3 mingdan oshdi. Tutqun qilinganlarning soni shu voqea munosabat tutqun qilinganlarning soni 50 mingdan oshdi. Masalan, Abdum rayonlik o'tirsotning bosh kotibining degani bo'yicha. Çünkü nima ish qilsangiz Qashqar namoyishchilar Qashqarda 7 mingdan odam tutqun qilingan, namoyish qitilmagan odam aslida. Mushu to'g'riliq bir to'xtalgan bo'lsak, chunki kitobingizda mushu Qashqarda bir norozilik namoyish apadi. Shaxsan mening birinchi qatam anglashim shu to'g'risida bir ozroq bir tushuncha bersangiz. 7. ayning 5. kuni telefonlar kesildi, torlar üzüldü adam tushdinkina Kashda. Ama akşamısı saat 10-11'ler bo'lsa kerak. Aş vaqtda qisqa vaqt torni echivatdi adam. Torni ochgan vaqtda yana kukuni echib baqay deb men kukuni ochdim. Shu vaqtning o'zida hamda siz bilmaysiz, mushu Urumchida Chigarayn mehmon saroyi degan yerda hamda telefon kartalarini baqqaldek ko'tarib sotdi. Biz buni kimlik tizimli olmaymiz-da, ha? Anda bo'lgandan keyin haliqi ishlatadigan telefonlarimiz yo'q. Vaqti Nokia telefon bordi. Anda bo'lgandan keyin telefondan to'rga chiqamiz-da, ha, shundan nimildan. Shu qilsam bizniki bir og'ayimiz rasmlarni avatib dedi.
Aşında logika deb qo'yamiz. Aştaq axlatkada aşqan telefon nomerlari bor, kukular bor. Bu aştanda men rasmlarni avatyapman ha, ishlatmagan telefondan. Qilib shu yerda andikin haliqi kukun aşqa vaqtlar Ürümçidagi namoyishninki o't ketgan mashinalarning, o'quvchilarning mangan ko'rinishlarning qisqilam chiqib ada. Oqiga andikin avayqi men sizga avatgan Layli Maylonga o'xshash 7-oyning 6-kuni Qashqar Hayitgohida yig'ilimiz. Uyg'ur bo'lsang namoyishga chiqinglar deydigan e'lon 7-oyning 5-kuni chiqqan edi. Chiqdi 7 u vaqtda men Qashqarga boramidim. Ürümçi bo'lgandan keyin Ürümchidan chiqishim bo'lmaydi. Hamda u vaqtdagi mening ahvolim favqulodda. Şunun bilan lekin 7-oyning 6-kuni ammo mening shirkatimdagi, zavodimdagi, uningdan boshqa shirkatdan burs burib o'qitayotgan bir 20 nechaga yaqin bolalar bor, Janub Shimoldan kelgan. Ashlarning Qashqarga ketganlar bor. Qaytib kelgandan keyin ashlarning hammasi bo'lgan voqealarni bir-birlab tapadi adam. 7-oyning 6-kuni shu tushdan keyin asrga yaqin Qashqar Hayitgohga shu taraf-tarafdan O'stan buya, tarafdan Janqo'g'on degan taraflardan chiqib şu 50-60 tak o yaşlar yığılıp kirdike. Etkan aldık kelip şu ar toplap boğuşlam saqçılar tutup bastırıp u yerda bir azraq baliqi Uyghur deb baliqi adalet talep qilamiz degan to'liq ovoz to'laydi-ki hamda. Ondan keyin shu yer tutqun qilgan nimani naq maydonni andikin bu etkanning oldida pichoq, sayohat buyumlari sotadigan bir akimiz bor. Shu resim tatib olibdi-ki, do'konida aparat, andikin durbun degandek narsalar bor ha. 3 talmo 4 ta resim borkan, o resimni men Erkin Asiyo radiosiga avatib bergan, o'sha etkanning oldida odamlarni purlab besiyotgan shunday bir ko'rinishlar bor qarang. O rasmlar ziningizda bormi? Chiqara olamdiq. Resim men bir qara yozir. Gerek murakkab bo'lmasa. Lekin mesela o Qashqarda masalan ölüm sani ya insanlar ölgan ya da şehit bo'lgan voqealar bormi yoki bo'lmasa saqchilar bundalar? Resimni kompyuterni bilan o'qitursam bo'lg'adak. Xeyr. Kitobda bor rasmlar. Qashqarda undaq qiliqi naq maydonda aytayotgan undan nima yo'qkan, lekin haliqi qiyin qisloqda o'lganlar bor. Çünkü demiş qadısınız Ürümçidən tutqun qılğanlarını Ürümçiga haliqi Ürümçi turimiz Ürümçidagi maşu Donsaraylı qamoqxonasi, Lyudovan Daçan, andikin bu Lyudovan Daçan degani tiqquduq turmisi, tiqquduq qamoqxonasi bu eng dahshatli turmuga aşağıda yatqan burun. Andikin Tangirtog rayonluq qamoqxonasi degan qamoqxona to'shib ketib Bintönninkiga andikin atrofdagi Sanjiga aşağılık yo'tkapdiki, hatta 90'mış to'shibdiki. Lekin keyin andikin 7-oyning 7-10 kundan keyin andikin shu Qashqardan, Xotandan, Oqsudan, Kuchadan, hatta G'uljidan nurg'un saqchilarni yo'tkab keldi Ürümchiga. Bularni akilishlik sababi shu o'zining tavallikidagi hatta masalan Qashqardan degan bo'lsangiz, Qashqarning 9oqdan 10 saqchi keldi degan bo'lsangiz, bu 10 saqchi 9oq Noili Ko'nganjudan emas. Masalan, har bir yezliq saqchixondan birdan saqchini, birdan 2dan saqchi keldi adam. Bular nima ish qildi? O'zining tavallikidagi Ürümchiga chiqib yashayotgan, tijorat qilayotgan, o'ltiraqlish bo'lgan ashlarni taftish qilish, aniqlash, yutib qaytirish adam. Ashlar qaytirib akatganlarning ichida o'lganlar bor. Mushu kitobingizda bir vahshiy voqealar bor ekan, masalan, mushu Chechidan kalasini asqan daraxtga mushta bir voqealar bor ekan. Mushtaqda men birinchi qatim anglashimda u mushta aytilmagan, deyilmagan va yoki yetarli deyilmagan mushta bir voqealar boshqa bormi? Bor. 7-oyning 9-kuni biz o Ürümchininki Şuymugo tarafga yaqin Renyo Shingguang deb bir o'ltiroq rayoni bor. Kun, ay, quyosh shunda bir ism bor, Uyg'urcha Xitoycha ism qo'yotgan Renyo Shingguang deb. Aşağıdan bir do'stimiz telefon qildi. Biz 6-yillardan beri uydan chiqolmadik, och qoldik deb. Voy nim bo'ldi desak, mushtaq 6 yig'lab ketdi telefonga qilinmay. Men
Tangnuri Esil Oltiraq rayoni degan qoroda o'tiratdim. Bu qoroda butunlay shu avtonom rayonlik madaniyat nazoratininki ishchi xizmatchilari, andikin muqam ansamblining, Naqsh Sulemikining artistlari, masalan Abdurahmet, Mo'minjon Ablikim, Xolmurod Ömer deydigan tanliq artistlarning hammasi ash qoroda edi. Bu qoroda uningdan boshqa andikin ba'zi saqchilarmi bor. Aşağıda andikin men bizniki qo'shnimizga dedim, "Mamushda bir telefon keldi ya da desem, bu bola onundan burun 90'ga 2-3 qatim odam opirib qo'yib kelgandi. Urumchidan chiqib ketadiganligi uchun. Chunki nima ish qilsangiz Abduzlar degan u vaqtdagi ahvolni hamda men sizga tasvirlab bersam, mush chet ellik muxbirlarniki ash ko'rsatgani rost. 3 taş qatnaş beketining oldi deganni odam degan mig hatta bekatni ochib kirolmaydigan shundoq 4-5 ming odam bor, hammasi ayollar, erlar degandek. Abduz yo'q. Dastlabki 7-yillar, 6-yillar Urumchidan chiqishni cheklagan haqning adam. Xitoylar degan ketimiz deyotgan mezgilg'u. Ketilaveradi. Şunun bilan odamlarning Urumchidan chiqishni cheklagan Uyg'urlar hammasi Sandoqbekdagi qatnash bekatiga yig'ilib qolgan, u yerdagi soqchilar kelib, harbiylar atrofni qo'rshab, kimlik tekshirayotgan chet elning muxbirlari hammasi ashad bo'lgandan keyin bu yerda qo'pollikni qilolmadi, boshqa yerda qilganlardan. Şunun bilan shu vaqtning o'zida ham qo'shnimiz 2-3 qatim odam olib qo'yib keldi. 90'ga. 90'ga opirib qo'yish, 90'ning tarpigandan keyin o'zi ketdi deb ko'rlovchi degandek opirib qo'yib keldik. Kelgandan keyin andan keyin shu bola dedim, mushta telefon qilib tursam, "Na ketdi-ke" dedi, ketadigan deb desam, 1,5 ming qo'y kelsa, "Basam opirib qo'yay" deb. Mashinamda shu uygacha opirib qo'yib kelay deb. Şunun bilan dedim, "Mayli telefon qilganlarga. Endi pulinglar bormi?" Sen biz bor bu dedi, şunun bilan lekin pulinglar bo'lmasa men beray deb, şunun bilan lekin ularni qo'shnimizga deb opirib qo'yib kelinglar deb shu Rio Shingwang degan yerga men o'tdim shu kuni mashinada. O'tgan vaqtda men Urumchining tesh tarafidagi Dongdaliyan degan taraflar bilan mangdiqdan, ha. Endi qo'rqib turman, nada bir tekshirib qolarki deb. Chunki soqchilar tekshirganda ayliq mundaq kimlik tekshirmaydi degan, ba'ziyatda mundaq qarab beqidi, badanda yar bormi? Andan nima chashdiki o'qimayman. Men sizga desam, 7-oyning 5-kundagi namoyishda bir xil gaz chashdi bo'ladi-ku. Keyin ayliq tutib akirgan yoshlarni, bolalarni ayliq badaniga bir narsani bir qo'lchiroq o'xshash bir narsani mundaq nuqsa tit chiqraydi qarang. Masalan ayliq ishqib bu nima soqchilar desam, bir nima gazi dedi. Bu ko'rinmaydi, lekin odamning badaniga singib ketadi, uni ayliq mushtaq lazer orqali tekshiraydi debchi. Ko'chib chiqqanlarni shu ashunda tutgan ki adam. Şunun bilan lekin shu vaqtning o'zida men shu Dongdaliyan tarafil berib ularni akab qo'ydik, ayliq akab qo'ygan odam andan keyin ashad yig'lab ketdi. Uddul akilib biz ayliq 3 tash bekitiga u vaqtda Abduz qatnashni echibdi, lekin Abduz yo'q 9-yillar. Şunun ayliq shopir bola yana ashbol opirib qo'yib keldi. Jutiga. Ashlar ashada quchab biz uyga borsak, uydan chiqolmay turibdi-ki, mashinaning oldiga ekan deb berib ko'rdik. Uyi birinchi qavat ekan, uyniki yalim yaxshi derizda mana tumir ishatga qo'yibdi adam, ha. Aynaklarning hammani chiqib, uyga degan Xitoylar degan axlatlarni, hatto lotlarga qog'ozlarga o't yoqib etib, uydan chiqishga zo'rlabchi ularni. Ashta bo'lsam ular uydan chiqmay, o't yoqib olsa, yotqanlarni yeb uchardiq deydi. Kirib ko'rib yaqinlar deb uyning ichida degan tosh, xish, botulka ashta narsa bor qaram. Chiq botulka. Ularning lekin nimaga akab qo'ydi? Ashlar deb berdi. Ularningki do'konning qarshi tarafda bir navoiyxona bor ekan, navoiyni o'tirib o'tib, navoiyning o'zini tunuqqa tashlab o'tibdi ekan. Lekin ash Rio Shingwang degan yerda bizning shirkat hamda ximir mavo nonga munosabatli narsalarni sotib to'xtan, ha. Keyin ayliq shu bir necha qatim bordim mana shu navoiyxonaga.
dastlabdan qandaylıqı tununi çeqib etibdi. Ondan keyin ashning sal birsiga bir navoy ochdi. Qilib, asli oyada bazobak yaxshi deb navoy mushtaq qilgan bu Xitoylar u yerga oshqim kelmidi deb. U to'shildan keyin bo'lgan gap qo'y, shunda deb berdi. Lekin ayliqlar biz basak quchoqlab yig'lab ketdi. U vaqtki narsani men tasvirlab beramayman rostdan desam. Chunki nima ish qilsangiz 7 ayning 5 kuni kechasi shu mashindan va ularninki quchoqlab yig'lagan vaqtlar men hammani his qilib bo'ldim. Chunki 7 ayning 5 kuni kechasi meniki og'inam mashinaning ustida o'zim soqchi. Mashinaning ustida soqchininki jingbovchi 3 tiki bor. Mashina o'z oydida shu Baxulyan soqchixonasidan tortib, yallo mush atrofdan hamma bir qurib chuglat deydi ha. Mana ko'rib ol deb. O chaqda biz chet elda turdik. Shu sinlarni bizmi ko'rdik. Keyin mening esimda qolishicha, sizmi balki to'g'rilab bilasiz. Brazildek to'r uzildi, aloqa qilamidik. O chaqda bunda bir xalqaro kartlanishil tutdik, tuqqanlar bilan aloqa qilish uchun. Shu 1 yil jarayonida nimalar bo'ldi? Chunki 2010-yillar oxirlari biz yana tuqqanlarimiz bilan aloqa qila olgandan keyin yana vatanga berib keldik degandek. Bir xil hukmidim qo'yib bergandek qarasangiz yana 2009 ben sizga bir narsa desam, 2009 5-yil voqeasidan burun, qirg'inchilikdan burun. Birinchisi, bir hafta burungi deyman, Xitoy hukumati mush Tangirtog' rayonidagi asosliq yerlarga ajoyib tez suratda kameralarni o'rnatdi. Bu shahar ichida qurilish qilayotgan. Men ko'nim yaxshi bildi, hozir hikoya yozib turganman aka. Shin Xo'jani bu yilda shu Sanshixonzi mush atroflarda ana bolalar doktorxonasida bakchiqiyada qurilish qilayotgan. Lekin 5-yil qirg'inchiligidan hafta burun shaharning ichiga shu Uyg'urlar zich o'ltiroqlashgan yerga ajoyib tez kamera o'rnatdi. Birinchisi adam. Ikkinchisi desangiz, andakin 5-iyul qirg'inchiligida to'r uzilib ketgandan keyin telfonlarni parangisha olmaymiz, ammo to'r ishlamaydi. Neden? Qisqa vaqt to'rni ochib qo'ydi, undan keyin to'rni ochgan vaqtda faqatla shu Urumchininki nimaning ichidilar. Ashta ayliq bunday shaklga ochib qo'ygan to'rdan, xuddi idoraning ichidagi narsadak. Rasmiy to'rga ulaymiz desa, shu Go'ngantongning, Anjuantongning, Xitoy istixborot idorasining, Abdum rayonlik Chexiya nazoratining, tavallik paytsoning, Nurg'uyaning xetini elib, ondan keyin Guangchen deydigan bir narsaga uni qilib ulab, onda turg'unlar bor. Uni masalan Xitoylarninki cho'ng-cho'ng G20 guruhlari shirkatlariga, zavodlarga qilib berganlar bor, ashta qildi deydi Xitoylar. Ammo Uyg'urlarniki unda qilgani yo'q. To'rlar uzilib ketdi, ondan keyin nima boshladi desangiz, 2009-yil 5-yil qirg'inchiligidan keyin dastlabki qilgan ishi Xitoyniki Urumchida bo'lsin, mayli janub shimolda bo'lsin, eng tez suratda Urumchidagi masalan Atbagi maydoni, Rahatbog', Xijasan, shu Nanzgo tarafdagi Uyg'urlar mahallasi, butun Uyg'ur mahallasini Rishotkaning ichiga oldi. Rishotka rayoni qurilishini boshladi. Birinchi qilgan ishi. Ikkinchi qilgan ishi 2009-yildan boshlab 2009-yil shu 5-yil qirg'inchiligidan keyin yil oxirida andan bu Xitoy hukumati bir shart qo'ydi. Oliy maktab tugagan o'quvchilar asos qatlamda cheniqishi ma'murlik xizmatiga kirishning oldingi sharti asos qatlamda 2 yildan 3 yilga cheniqqan bo'lish shart deb. Xitoylar Weiwen Gungzo deydi. Buningda ishlagan bo'lish shart deb. Bu vaqtda masalan har bir aholi komitetiga hatto 20, 30, 100, 200 xizmatchisi bor aholi komiteti bor. Bularning hammasi yosh o'quvchi bolalar. Bularni andan keyin shu o'zining tavalliligidagi o'ltiroq rayon, ko'cha, mahalla ashta taqsim qildi.
Her bir uyga üç kishi odam mas'ul. Ular 2009 yılından başlap andakin Ürümçide olsun, mayli Janub Shimolda olsun, Uyg'urlarni arxivlashtirishni, keng ko'lamda arxivlashtirishni boshladi adam. Mening karşı kitobga kirdirma rasm bor. Kirdirma deyman, kitobni o'qib qo'ydim. Rasm bor, mush Ali komitetninki haliqi nima deymiz, haliqi nupus arxivi, haliqi deydigan bir daftari bor ha. Buningda qanday qildi desangiz, sizning uyingizning xaritasini sezdi adam daftarga. Sezib, yotoq uyi mavu, saloni mavu, oshxonasi mayada, tualet mayada, ma uyda dadasi yotadi, ma uyda bolasi yotadi degandek ham uylarni xaritalashtirib, shu odam kim qaysi uyda yotsa, shu yerga shu odamning rasmini choplab, andakin u odamninki masalan aloydiligi deganligi tarafga andakin munosabat doirasi deydigan yerlar bor qarang daftarda. Munosabat doirasi, munosabat chambarki, aloydiligi degan yerlarga andakin bu odam nima ish qildi, mashinasi bormi, mashinasining rangi qandoq, markasi qandoq, mashinasining nomeri, andakin haliqi hatto mashinasining ichidagi bezaklardan tortib yozadi qarang. Tasvir olsamdi, osmamdi, mashinasining oxiri jaynamoz qo'yib qo'yganmi degandekni tortib adam. Andakin bu odam har kun uydan chiqqanda bugun manda kiyim kiydi, ertasi manda kiyim kiydi. Bu odamning diniy qiyofati, andakin dadasi kimi, onasi kimi, juti nadin, bu odamning do'stlari kimi, hatto topolis telefon nomerigacha hamma narsani arxivlashtirgan bu odam. Acayip qo'rqinch arxivlashtirgan. Hozirgi hamda gap mayoq akasak 2009-yildagi Ürümçi qirg'inchiligidan boshlangan shu arxivlashtirish mening ko'z qarashim bo'yicha aytgan vaqtda hozirgi jazo lagerlaridagi bizniki odamlar 3 million deydi, BDTning 1,5 million dedi. Ama balkim o'nindanmi 5 million bo'lishi mumkin men sizga deb. Aşu arxivdagilar shu vaqt, aşağı solanganlar shu vaqtda arxivlashtirgan odamlar men sizga deydi. Çünkü o arxivda bu adamның diniy qiyofati, madaniy qiyofati, munosabat doirasi, qanday odamlar bilan aralashadi, milliy g'ururi kuchlikmi, hatto shu milliy g'ururi kuchlikmi deydigan savollari bor qarang. Shu daftarda bundoq belgurdi har kuni. Andakin bular akilib nomer qo'ydi. Qarang. Nomer qo'yib, andakin madam xatarlik, madam mayoqida bular ash daftarga ve Ali Komitet'in nemisini şu narsani o'z ko'zim bilib ko'rgan tursam shu narsalarni 2005-yil qirg'inchiligidan qilg'ishniki ikkinchisi mushu umumyuzlik arxivlashtirish edi. Birinchisi Ishot Kiroyini, ikkinchisi arxivlashtirish, uchinchisi andakin 2016-yili men chet elga chiqiblam dokladni kimga o'tmagan, Dulqinay Sarpadimga mushu janubdan shimolgacha bo'lgan butun tekshirish punktlari adam. Tekshirish punktlarida qanday tekshirdi, odamlarni qanday aqtirdi, mushlarning hammasi qarang. O 10 yo'l qo'ydi. Andakin mushu burunmi bir vaqa bo'lsa, yezlar bilan yezlarni orliq qilgan Noybil Noyning shaharning orliqqa chozlarni qurib tekshirish qilyapti-ku. 2009dagi vaqadan keyin uni rasmiy sistemlashtirdi masalan. Qanday qildi desangiz, mushu dastlabki korlardan boshladi. Çünkü nimaga korlardan boshlaydi desangiz, Xitoyninki 4-chi harbiy rayoni deydigan bir yer bor. Harbiy istixborot idorasi Xitoyniki DC Junshunchi demdi, shunda bir nim bor. 4-chi harbiy istixborot idorasi demdi ish qilib. Korluda bu-chu. Bu Sharqiy Turkistondagi mayli Uyg'ur bo'lsin, Xitoy bo'lsin, bütün odamlarning nimasini aşağıda boshqurdi-ku bular. Dastlab Korlda yo'l qo'ydi. Korldagi tekshirish punktida siz kimligingizni olib, manda qo'ysangiz, tet saraydigan narsani. Odamlar avtobusdan birdan tushib, chegaradan o'tgandek o'tadi Korlda. Oqidan buni andagi butun Sharqiy Turkiston miqyosiga kengaytdi adam. Qog'liq, Qashqa, Xotan. Bu
non-sışı emas. Bu 4. non-sışı degeni bu 4. diviziya bu. 4. harbiy rayoni, o 4. harbiy istihbarat 4. harbiy rayoni deb başında bir iliq desi Junfinchu deb başında bir nim bor. Bak Xitoycha og'zim kelmaydi olib ketdi. Lekin aşağıda şu işlerim kıldıkken toq. Çünkü demiş kalsanız kim bunu hem de karşında kuyada bir yadışlarım, savadaşlarım degende aşlardan alımız da bu uçurlarını aşlar depegente. Muşu at beygisi meydanı yani Seymaçan deymiz go. Muşu çoğ ağzalda Uygurlarning ölügi bilen toldurup tüzülüvetdi dep anlagan aşı gep ras mı? Atbeygi meydanı onun hakkımıydı. Atbeygi meydanı onun hakkımıydı. Lekin ben sizge desem bu ülüklerini tuşuğa yani rahmetlik Mirzat Alim öz gözü bilen kögen adam. Mirzat Alim'ni şu an qəslidi Xitay. Düşündünüz mü? Bu işkimizniki şu gün keçisideki hem de bir keçmişimiz var. Rahmetlik bilen. Birisi ülüklerini tuşuğa yani negi tuşu dersiniz. Birisi Badavan tarafka bir yer tuşudu. İkincisi andaki mavcidi, şunu yani cidi deydi o Xitaylar davan tarafdaki muş cidi degenin üstüde bir çoğun harbiy gazarım var. Aşının içi toşudu. Çünkü demiş kalsanız biz şu günü keçsi ay akıdan çip kan ekvatkan maşının akıdan mangan sakçı maşinisi bilerdi. İkinci yılı 2009 yıl 5. yıl vakasından keyin 2010 yılı 5. iyul vakasida ben yana bir balı bilen yana aşağıdan mene baktım. Aşağı bir rayondan aldı deneden ha. Aşağıya 2010 yılı kelsek her bir metrede bir askerler miltikni muşta tanlap durup diken yolga adam. Mesela siz ma askerini aldığından ötüp a askerini aldık kekçe asker muşta kuralını sizge tanlap durdu adam. Aşağıdan ötüp oğuca maşın aydigen şoför sivetmedi eştanga hem de bakokap gitti. Aş ciddi taraftan şu harbiy rayondan temini aldık kilmez. Oğungu mansa Kavristanlık tarafka, İhlastan zavutu ba taraf Kavristanlık taraf, Ulanbaya çık gitmez. Solgu mansak ma davandaki Xinjiang, Xishan deydigan ulturak rayonlar ba aş taraf gitmez. Udul mansak Dongdalyanlık gitmez. Aşağıda andikin biz şu Xinjiang taraf kirkitidan dokmuş kilip, beylik bol akı kirkitaylıp kolum titrep ketdi de. Şu aralıkta 200 metrede aralıktan ötüp bakacağım. Muşunda mandık. Ay, ben telefonda gaplaşıvatdım. Telefonu mandalı mendirsem etip taşlamak edip telefon aşağıdan ötüp bakacağım. Tügep boğan telefon muşta tutuya karam. Aşı bir Xitaylı paranlaşıvatkan süper tekşürücü idaresi ki. Ay, elikini telefonunu koyma desem ne oldu dedi. Telefonunu koyma birden paranlaşıp mağla edip Xitaycı paranlaşıp menvatime askerlerine oldu dedi. Ütüvatime zaman aralık 1 metre kıldı. Kuralni muşunda tanlap turdur bizge aşı muştaq qilib. Aşında öttük işkincili. Ülükni aşının içine toşuğan ben sizge deyim. Çünkü demiş kalsanız 7. ayının 5. günü ülük toşuğan bir sakçı. Oturup tepegende şu adam beylik sıranlık kağında kapıken me ahir kıtı me apağan ülükninki bunu elik tazlık idaresininki nemisi bilen toşuptu ama maşında. Andaki harbiy maşında toşuğa yeri var. Sakçı maşının akısı besip toşuğa yerleri var karan. Aşağıdaki ülükni toşuğan sakçı me apağa ülüknin putuğa 723 dep numara astı bir muz sandığı saldı degen teço. Ma 7. ayının 5. gündeki gap ma bu. Abi siz 7. ayının 5. günü bu sakçınınki apağını mesela 723 olsa onundan keyin qanchalik ülükni apadı o keçistiki gap. Ertesi saat aşı etigende saat 7-8 gece o kavaz yanırdı adam. Saat 3 gece en ağır. Saat 3'ten keyin biraz pesligende oldu. Ama saat 8 gece yanırdı. 7. ayının andikin 6. günü davan tarafta mesela 4-5 yaş karşılık gösterip uya diyeni etişip ketdi. Mesela öyle avay bastırıp kirip etüvetkenler var. Dessep ötürüvetkenler var. Askerlerinki dessep kallısını boynunu qarıp ötürüvetken ülük nurgu emesiz ki dey. Bular onu herkes tılganmaydı. Ama kollarını akık qarıp karşılık kısa boynunu qarıp sunduruvatkan adamlar var. Ben sizge dey Ürümçide onda adamlar nurgun ülük ketkenler. Muşu dikkat qilgan bo'lsangiz birinchi savolimda
Muşu qırğınçılıqlar əp berişdən burun bizning Uyg'urlarimizning ong siyosiy muhit qandaqdi deb. Endi bu vaqalardan keyin bay degandek 4-1 yil endi sirtdan biz aloqalamay to'xtaqanimiz bilan. Keyin barduq bizmi ba'zi narsani ko'rdik, bir xil Uyg'urlar dinini yashayotgan, urf-odat yashayotgan bir nimalarni ko'rdik hamda. Shu qirg'inchilikdan 1 yildan keyin qandaq bir ong Uyg'urning ingi siyosiy muhit qandaqdi? Masalan, qirg'inchilikdan burun Hmm. qisqildab o'tay, qirg'inchilikdan burun xuddi bir hamma odam shu vaqtning o'zida Urumchining muhitini epalsak, nurg'un odamlar korxonchilikqa, tijoratga yuzlangan, Hmm. Xotanda toshchilikqa yuzlangan, tosh bilan deb baylab pul tepayotgan, tosh qo'layotgan Uyg'urlar qattiq pulpazlik. Hmm. Shunday toz avjagan bir vaqtlar. Undan boshqa nurg'unlarda masalan o'qish qizg'inligi, bir qism yoshlar masalan u yerda bu yerda madrasalarmi bor ahvollar bordi adam. Hmm. Onundan başqa hatta vatanda u yerda o'qiyamaganlar masalan bu Yunnanniki Shodiyan degan yerga, andiki Lanjuga, Gansuga işte odamlar aşağı berib qilgan, shunda bir ahvollar hamda diniy jihatdan petgan vaqtda. A jihatdan petgan vaqtda jamiyatda masalan til o'rganish kurslari, masalan Qosimjonning otlan demsiz, onundan boshqalarning demsiz, nurg'un til kurslari bordi. Uyg'ur jamiyati bir xil to'lib toshgan qizg'inlik bir muhitda vaqalar bo'layotgan, besiq turayotgan shunda bo'lsa-mu. Chunki biz shunda millatkanmiz. Zulmning ichida tursaqmi bir umid bilan yashaydigan, shuning ichidan bir xo'shallik, bir umidga tutunib, o'zimiz hayotlikni qilgan bir millatkanmiz. Bu bizning qanimizda bor ekan, ha. Mayoqda o'tirib olsa, mayoqda qo'pib naqsh ayta oladi ekanmiz. Bu biz millatning aloyidligiga qarab. Men buni nima deymiz? Endi ba'zanda menmi shu qiliqni ko'rsam, biroz nafrat qilgandek bo'lib qolaman, lekin bizning uningdan boshqa xo'shalligimiz yo'q-ku. Mayoqda o'tirib qirg'in qilsa, mayoqda xo'shallik tepib chaqchaq qila oladi ekanmiz, g'uljining odamlariga qarasangiz. Yo'q, men o shaklda savol so'ragan emas. Demakchi o'g'lim 2009dan burun Uyg'ur jamiyatining nimasini bunday qisqa kartinasini deb turyapman. Endi 2009-yil 5-yil qirg'inchiligidan keyin umumyuzlik Uyg'ur jamiyati qapasga tushgandek tushdi. Abaytan dedim-ku, Rishadka rayoni qurilishini boshladi. Bir yerdan bir yerga erkin ketolmaysiz. Janub quvog'icha mashinangizni 10-20 yerda oqtirib bo'ldi Qashqarog'gacha. Adis men o'zimni misol etsam, abay dedim, zavodim To'shiktam tarafdadir. Men zavodga kelguncha eng az bo'lganda 3 yerda tekshirishdan o'tatdim men sizga deyapman. Kimlik tekshiratdi? Masalan, atiganda zavodga ishchilarni epmangan mashinani To'shiktam tekshirish punktiga kelsa, birdan tushiratdi bolalarni adam. Onundan başqa etigen saat 9'da bir tekshiratdi zavodga kirib. Saat 12'de birlerde tamoqqa o'taga vaqtda bir qatim tekshiratdi. Saat 3-4'lerde ishdan tushadiganida bir tekshiratdi. Kechki kirib bir tekshiratdi. Shu darajada qattiq besim siyosati andiki keng darajada avjib ketgan adam. Mushu kitobingizda yana boshqa qanday mazmunlar bor? Bu kitapta hazır hem de biz umumiy vaqaninki o'zim ko'rgan jarayonlarni, fikrimni o'tirib qo'ydim. Kitapta masalan asosliqi 5-yil qirg'inchiligidan burungi umumiy vaziyat, undan keyingi Shavgan vaqasi, Shavgan vaqasining oldi-keynidagi ishlar kelib chiqishi, bundan boshqa 5-yil qirg'inchiliginiki shu kun atigandan to tuguch bo'lgan jarayon, butun sotning jarayonlari, sotqa kimni qanchalik kasdi, ismi, yeshig'icha adam. Ondan keyin shu atalmış Abdum rayonining qo'rchoq raisi Nurbakri, undan boshqa Jarulloh Isomiddin, Vanglochan, Liji deganninki shu televizorda bergan nutqlari, Pinxontayninki, Shangang Sumroq televiziyasininki 9-oyning 3-idagi naq maydon taqishidan ko'ringan ko'rinishlar, shu vaqtdagi televizor xabarlari degandek, uningdan boshqandan keyin Xitoyninki gazet xabarlari degan hammasi bor. Ya'ni 5-yil qirg'inchilik uchun bir dokument, ya'ni buni da men o'zimning ko'z qarashini qo'ymadim o'tirg'a.
üzümdeki göz qarashini hozirgidek pek nima ifodalamadim yani. Faqatlam vaqa qanday bo'lgan, qanday bir taraf qilingan, kim, nada ismi. Kim, nada, nim bo'ldi, nima ishqa degan shu yani jurnalistlikka o'lcham bo'yicha ash shaklda yozdim yani. Shu menmu dastlabki ko'rib va anglab ba'zi xabarlarni. Hozirgacha masalan boshqa dunyo boshqa davlatlardagi burunqi bo'lgan irqiy qirg'inchilik, mayli Yugoslaviya, Srebrenitsalar bo'lsin va hatto hozirgacha shu Yahudiy qirg'inchilikdagi bo'lgan voqealar, hozirgacha bir yangi ma'lumotlar, yangiliklar o'tirib chiqyapti-da, shunchaki yillar o'tib ketsa-mu. Endi shu isbotlaringizni bir organ BDT bulamda bunda bir ishiltib, isbot shaklda va yoki sotlarda ishlatdimi, ishlatmoqchimi degan bir nima bor, umidimi? Sotda Londondagi Uyg'ur tribunalda ishlatdi. Londondagi Uyg'ur tribunalda o'zimning kechmashlarim bil qo'shib 5-yil qirg'inchiligidagi voqealarni o'nima o'tirib qo'ydim. O sotning nimasi kirsangiz ko'rsiz. Onundan başqa andaki mavo men chet elga chiqiblam, mushu voqealar to'g'riliq bo'lsin, mushu 5-yil qirg'inchilikdan keyin tutqun qilinganlarning soni bir ba'zi ma'lumotlarni To'qin Aysa apandimniki 2016-yilda doklad tayyorlaydigan vaqtda men shu narsalarni avatdagan maildan. O BDT'ga yo'llandi. Shu vaqt To'qinkam deganda men shu kun tas materialga tayyorlab qo'yatgan yaxshi bo'ldimi? BDT'ga men mush materialni yo'lladim va qo'shib deganda. Onundan başqa andakin chet elga chiqiblam dastlabda Erkin Osiyo radiosi, ondan keyin Shveysariyadagi Watts deydigan cho'ng gazetlarda, radiolarda, ba'zi tor televiziyalarda degandek guvohliklarni berdim. Cho'ng gazetlarda 3 gazetda New York Times'ta degandek. Mushu 5-yil qirg'inchilikqa munosabatli Xitoylar yushugan, ammo men ko'rgan, hatto dalil isbotlar bilan ba'zi narsalarni ta'minladim. Mening birdan-bir maqsadim hozir musha deyma. Masalan, men to'naydigan necha odam bor. Men sizga desam, chet elga chiqib, mayli Turkiyada yashayotgan bo'lsin, Gollandiyada bor birsi. Ashla 5-yil qirg'inchilikqa kechasi uy kirib tutqun qilingan odam bor Gollandiyada. O'zining soyasidan qo'rqib yashaydi-ku hozirgacha. Ondan boshqa Turkiyada bor masalan, shu 5-yil qirg'inchiligidan burun shaharniki shu kamera o'rnatish, keyin Tangritog' rayonlik Guangzhou'niki, Tangritog' rayonlik JX idorasiniki to'rni shu Guangzhou'ni Beijingga ulashga qatnashgan bir odam bor Turkiyada men sizga. Bu odamlar hozirgacha o'zini oshkorlamaydi, bunday ishlarni demaydi adam. Mening bu yerdagi tavsiyam har bir Uyg'urningki Xitoyniki bütün abtibaşirisini ko'radiganni ko'rdik. Biz 1 yillik, 2 yillik emas, Yahudi cho'ng qirg'inchiligi deydi, Yahudi cho'ng qirg'inchiligi Germaniyaning 2-chi dunyo urushida yuz berdi, shundaqmi? Onun oldida to'g'ri, Yevropada Yahudilarni ayrim rishatka rayoni qurib boshqurib qilibdi masalan. Uni oldida Yahudilar qarshi yaqin bakento. Ammo Yahudilar haqiqiy qirg'inchilikqa 2-chi dunyo urushida natsist Germaniyasi tarafidan uchirdi. Ammo biz shu desak, biz bir asrga so'zilgan qirg'inchilikqa uchrayapmiz. Mayli Manjularningki Sharqiy Turkistonni tunji ishg'ol qilishidan tortib bo'lsin, Yangzingshin, Wujingshin, Shinshisay, uni oldiki Jingshurendan tortib. Onundan keyingi kommunist Xitoy, mushlarning hammasi qaysi kelsa, hokimiyat almashdi, odam almashdi, ammo bu qirg'inchilikning tipi, shakli o'zgarib davom qilib miniverdi adam. Meniki mushu chet ellardagi mush voqeada badal to'lagan, mush voqealar qatnashgan, mush voqealarni ko'rgan qarindoshlar deydigan tavsiya bu bo'yninglarning burchi. Bu dunyoda hisob bermasanglar, Allohning huzuriga borganda chuqur buning so'riqini berisizlar. Sen ma ko'zingni ko'rgan, ma qo'lingni qilgan, ma dilingni qilgan deydigan shu yerda berisizlar bu so'roqni. Ma millatning oldida qora yuz ketisizlar, ma ko'rganlarni oshkorlanglar, guvohlik beringlar. Hozirgi kelguchi masalan oshkorlayotgan ba'zi yangi narsalar bor.
Bugün mesela Gollandiyadaki Abdusalam bir narsani qo'ygandi bir televiziyada. Hmm. Abaytım ben sizga degan bu o'xshash jarayon. Bugun biz ikkimiz paranglashdik, o odam bilan paranglashib qolganda sizniki shu meniki butun oldidagi ma guli qilgan nimani suhbatni dastlab ma qurultayning to'g'ri televiziyasida berganlarimni e'lon qilgan narsalarni ko'rib sizning deganlaringizni mana shu o'z ayni to'p to'g'ri deb andan keyin ma birsi abay deb qo'ydik-ku. Hozirgi kelgacha hamda mayli Turkiyada bo'lsin, mayli chet elda bo'lsin, anda bo'lgan, manda bo'lgan deb vaqt tartibini o'zgartirib etadigan 5-yil qirg'inchiligidagi bu namoyishni qo'pib Xitoy e'lonlagan deb bu mayli biz Uyg'urlar ajoyib og'ir bedel to'ldik. Shuningdan boshlangan bu Uyg'ur tarixining bir burilish nuqtasini hozir yashayapmiz. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi keldi taraqqiy qilib. Ammo 5-yil qirg'inchiligi bu namoyish Uyg'ur xalqininki chin yuragidan chiqqan bir sadosi. Bu namoyishni Xitoy planlamagan, Uyg'ur xalqininki yuragidan ma pichoq zulmniki pichiqima so'ngak yetganda portlab chiqqan narsa bu. Buni Xitoy planlagan deb Xitoyga bermayli bu to'pini. Ammo Xitoy bundan foydalandi. Buni manda hisoblashimiz kerak. İkincisi chet elda turib olib ba'zi odamlar voy Uyg'urlar deganda Uyg'urlarni ma'sum ko'rsatmada bu tümünün sonuqi yo'qdi. Hatto bizning qarindoshlarimiz shu Xitoy hukumatiningki Cumhur'un bayrağını götürüp namoyish qilgan deydiganlar bor. Bunda qalpoqlarni kaydurmanglar bizning qarindoshlarimizga, o'lib ketgan shehidlarga 5-yil qirg'inchilikqa to'lagan bedellarimizga yuz kelanmaysizlar ash gapni deganlar. Şu abay degandek bu şu yoshlarning siz nurg'un inson odamlarni ziyorat qildingiz. Şu yoshlarning bo'lmasa masalan biz Uyg'urlar nurg'un qirg'inchilikni ko'rdik, G'ulji qirg'inchiligi bo'lsin, Barim bo'lsin, necha qatim ko'rdik. Endi 2009-yili sizcha nim kutgan? Shu yerda biz bo'ldi bizni Twitter iniq yoki bo'lmasa haqiqatan Xitoy buningga yaxshi qarab, mushuni iniqlab shogvanni jazolab buni mi kutgan? Yani zari nim kutgan? Bo'ldi o'ldik deb mi chiqdimi yo bo'lmasa? 2009-yildagi dastlabki namoyish qatnashganlarninki 5'ida oqyoqliq bor, ko'rdingiz shundaqmi? Ma kim yozib qo'yibdi, shu oqyoqliqlarni ichida bermabatim deb. Undaqda bu oqyoqliq xuddiyliqi turklar voy biz kepinimizda chiqdik degandek ruh bilan chiqdimi? Bu Şavganda şehit ketgan qarindoshlarimizga biz Uyg'urlarda bir gap kelsa oq yog'liq chiqib, to'g'ri. Beliga oq bog'laydigan va bu shaklda ta'ziya bildiradigan, o'zini ifodalaydigan, ya'ni shu odamning matamdor ekanligini ifodalaydigan bir shakl bor. To'g'ri. Uyg'urlar butun Uyg'ur jamiyati hozidor deb shunga chiqqan. Shu vaqtda to'rda bir naqshibati hozidorman, hozidor deb bir naqsh taqilgan. Dutta naqshisi. Shunda nimati ash naqshini oldin qaytdim guli avatib qo'yibdi-ku, ashni men tushirib qo'y. Uyg'urlar birsi Şavganda bo'lgan vaqada shahid ketgan qarindoshlarimizga oz tutish uchun chiqqan. Bu yerdagi asosli nima desangiz asosiy maqsad birinchisi men sizga desam cho'ng kichik qarshiliklarni qilib Xitoy hukumatiniki Uyg'urlarning qiz ayollarini ishkirga yo'tkashni to'xtatamidi qadam. Asosiy maqsad Uyg'urlarninki qiz ayollarini ishkirga yo'tkab Uyg'ur jamiyatiningki kelajakdagi naslininki buzilishi, bulg'unishni to'xtatish. Adam. Uyg'urlarninki ovozini Uyg'ur jamiyatiga oldi bilan Xitoy hukumatiga bildirish adam. U yerdagi namoyish qatnashgan dastlabkilarning jiqi yosh bolalar, men sizga desam 17, 18, 16, 20, 25 ash atrofdagilar. Keyingi andikin qatilganlar atrofdagi tijoratchi, do'kondor, bo'lib keyin topdan tadrijiy olib ketdi. Masalan, men tunuydigan ash namoyish qatnashimizda Qog'liqdan kelganlar bor. İsmini deversem buldu. Çünkü 8 yılımı kisveti o balını. Qog'liqda Mahmudxon deb bir o'zbek hakimiz vardı ya. Allah bazar açılgan. Şu adamdan balысы atayın şu namoyish qatnashmay deb kelib şu balını 8 yıl kisvetdi adam. Aş vaqadan keyin. Qog'liq sog' salomat qaytib berib, Qog'liq berib bo'lganda, undan keyin mavaliq belat olgan, kelgan, neliq nemis bo'lganda ekan qulda. Belatning tizimligi nimadan bo'lganda ekan aeroplannikicha.
Hı. Şuna asasen sen mançınçı gün ölümçü verip ölümçüden qaytip dikense dep şu belet asasen andikin avalını yaşında keyin akıp 8 yıl kesip yitipke. Hı. O bu yerdeki eliqi Xitaylardaydı mesela abaytın siz dediniz mi asas maksat nimede? Hı. Hı. Meyli biz aşkar deyli, meyli demeyli. Çetelde bazılar eliqi bunu yumuşak göz düşüşün Xitayga. Xalqaro jamiyatga yumshoq ko'z tutish uchun haq huquqini talab qilgan deydi. Bizning haq huquqimiz o'zimizning vatanimiz, Sharqiy Turkiston. Hı. O'zimizning millati, uningdan boshqa haq huquqimiz, uningdan boshqa insoniy haq huquqimiz. Hı. Uni haliqi yumshatib, uni mayli birsiga, mayli xalqaro jamiyatga, yan biriga yaxshiroq bo'lishning hojati yo'q. Hı. Biz ichimizdagini to'liq ifodalayli. Bizga nima kerakligini to'liq so'zlayli. Qarindoshlarim deydiganim shu. Hı. Agar shu xalqning, shu qarindoshlarimizning orzusi Xitoyning shafqatiga erishib, adolatga erishish bo'lgan bo'lsa, yag'onchilar deganda Xitoyning bayrog'ini ko'tarib chiqadi deyman sizga dey. Hı. Büyüşükten tüyüşükçe nefret qilamiz biz Uyg'ur jamiyati Xitoyning bayrog'idan tortib Xitoy millatigacha, Xitoy davlatigacha. Hı. Аңақлық суалым, sizning nurg'un vaqtingizni aldım. Allah razı olsun. Bu kitobingizni yaqinda chiqadigan nereden ağıl buldu? Kitobni shu yana shu Turkiyadan Taklamakon nashriyoti aşağı taqdirdi. Hı hı. Yevropaga asosan shu o'zimiz taqdimiz ondan keyin. Hı hı. Bu kitap Köktaşlık Arxip birinci bölüm deyişimdeki sebep hem de 5 yıl dep ötken biz vatanda ben rahmetlik Nizamda Hüseyin Efendimden qışıp doğan. Hı hı. Siz köymegen mi bilmeyme. Barin İnqilabının 15 yılı deydiğen bir kitap var. Taklamakon Uyghur Neşriyat neşr qilgan. Hı hı. Aş kitapni onunki asli xatirini Dulqunay Efendim mesela qurultaydaki vatandan öz vaqtida nimqa çıkıp ekan, ama biz aş xatirinin aslini biz vatanda ratlagan. Hı. Bu kitap Türkiye'de neşr qilingandan keyin bu xatir bilan tutilib qolgan biz bir do'stimiz bor, shuning bilan uni kesyapti. Hı. Kitap Türkiye'de neşr qilingandan biz o'qimaymiz degan nima sababligini. Hı. Ben Türkiye'ye çıkıp anlayken okudum. 2005 yıl kitap neşr qılındı deb şu kitap qarab, aslında ma adamning kesilib ketishning sababi ma'kadi. Endi bu gapni deyishimdagi sabab biz shu vaqtdan tortib Uyg'ur jamiyatida Sharqiy Turkiston tavasida bo'lgan üzem berib shohidlar bevosita ko'rishadigan yoki shohidlardan bevosita uchur oladigan voqealarni mesela bazı hükümet arxivleri mi var? Şu Köktaşlık arxivinin 2. bölümünde sotning materiallarından tatip ben sizge desem. Qo'limizga tushagan ashlar narsalar orqali ashlarning hammasini ratlab mangan biz gazetlarni kesib, choplab, materiallarni to'plab. Köktaşlık arxivining 2. bölümü hisobda Beşiye rahmetli Nizamuddin Hüseyin Efendimning nomida e'lon qilingan ashning bilan qo'shilib bir taxminan 50 yaqin voqealik bor. Sharqiy Turkistonda yuz bergan oshkorlashib bo'ldi deydigan aş voqealiklar hamda hisobda Uyg'ur jamiyati va bu Köktaşlık arxiv 2. bölümü shu. Ya shunga men kitobga Köktaşlık arxiv deyishimizdagi sabab endi bu Köktaşlık xotirdan boshlangan bir hikoya bo'lgandan keyin shu Köktaşlık arxiv deb shakldan o'qigan. Rahmet, Allah razı olsun. Bu qirg'inchilikni ve başka qirg'inchilikni qat'iy unutmayli, düşmanimizni aniq tunayli. Qarindoshlar. Qarindoshim, eng oxirgi so'zingizni olay, shuni anoniki men ekronni yiptay. Eng oxirgi so'zim ata 7 ayninki 5 yani 5 iyul qirg'inchiligining 14 yil bo'ldi-ki, aslında men bu kitobimni mushu kunga ulgatib, shu qarindoshlarimizniki shahidlarning ro'yiga qilib başında çıkarma deydigan arzuyum vardı. Bazı bir sebeplerden keçik kaldı. Hem de bütün meylim şu bugünkü şu söhbetimizin kögen bundan keyin ko'radigan qarindoshlarimiz deydigini mushu namoyishda o'tgan qarindoshlarimiz qarab numus qilayli, ulgu alayli. Mushlar
Ey 200-300 odam atrofida minglagan soqchining qo'rshovida kaltak to'qmoq miltiqlar qor parvo qilmay namoyishga chiqdi. Chiqdiq ya'ni. Bu chet ellarda turibmi? Har xil sabablarni ko'rsatib namoyishga chiqmaydigan, hatto namoyish chiqqan odamlar bilan bu buyurni ko'rganda qochadigan odamlar bor. Nomus qilaylik qarindoshlar. Bayli chet elda siyosiy panohlik qilib turayotganlar bo'lsin, Yevropa, Amerikada bo'lsin yoki Turkiyada turk vatandoshlik qilib yashayotganlar bo'lsin, hammanglar hozirgi kaygacha men sizga desam, bizniki qishimizga, kuzimizga, so'zimizga qarab emas, men sizga dey. Uyg'urlar asrlardan beri zulm ko'rayotgan, qirg'inchilik uchrayotgan bir millat bo'lganligi uchun ma millat siyosiy panohlikni haq etadi, mushlarga basak bo'ldi deb berdi ular turayotgan davlatlarmi? Canım qarindoshlarim, Allah'ın aldığımı yüzgülenmeyimiz, bu dünyada mı yüzgülenmeyimiz? Hiç bo'lmasa, bu 7. ayının 5. gündeki namayışga to'liq chiqib, şu qarindoshlarimiz için hiç bo'lmasa toplum bir yerga kelib, o'zimizning qarindoshlarimiz toplum bilan ashlar uchun bir duo qilaylik. Namoyishda hiç bo'lmasa Xitoy qarta o'zimizning maydonimizni, g'azab nafratimizni ifodalaylik. Mening deydigan gapim shu. Rahmat. Allah siz bay degandek miltiqdan oldira tura olibdi. Biz bir binoni oldira tura olmaymizda. Subhanallah. Tig'a aşağıdaki her davlatning turayotgan yerlik saqchilar bizni qo'g'dab turdi, ularni qo'g'dab turdi. Rahmat, Allah razı olsun. İnşallah biz bu namoyish qilamiz atlikka. Ko'rmanlarga rahmat, sizga rahmat. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Bo'ldi, sizga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.